Assalomu alaykum, Sharq sayyori kanalini qadrli obunachilari, kuzatuvchilari, barcha podkastni qadrli muhtaram muxlislari. Bugun sizlar bilan yuzlashib turganimiz jiddiy bitta barcha podkastni soni emas. Shunchaki Sharq sayyor jamoasi bilan Parkent tog'larida nafas olishga, ya'ni bir ekologik toza havodan sipqorib nafas olishga kelgan edik. Shunda albatta ziyolilar, o'qimishli odamlar, olimlar o'tirsa albatta gap ilm fanga, ta'limga borib taqaladi. Shunda bir do'stlarimiz bilan, jumladan mana do'stimiz Tunis Nurkasemovich bilan, Hoji Tunis Jo'ram bilan qo'pol qilib aytganda gaplashib qoldik. Tunis, bir salomlashib oling. Assalomu alaykum, hurmatli Sharq sayyori guruhining kuzatuvchilari. To'g'ri aytib o'tdi. Haqiqatdan ham bugun biz tog'ga keldik. Aynan tog' bag'rida sizlar uchun yaxshi bir rasmlarni oldik. Videolarga olib turing, lekin shu asnoda yana bir yo'lda kelayotganimizda qiziqarli bir mavzu chiqib qoldi. Aynan o'sha mavzuni tog' bag'rida sizlar bilan bo'lishga qaror qildik. Shu asosda hozir suhbatni olib boramiz. Ya'ni bu suhbat intervyu ham emas, podkast timtirroq narsa. Ya'ni podkast bo'lib podkast ham emas, shunchaki video deb qabul qilasizlar. Ya'ni biz o'sha mashinada kelayotganimizda Tunis aytganlarida ta'lim haqida gaplashib ketdik, o'zimiz ta'lim sohasini vakili bo'lganimiz uchun va bitta gap chiqib qoldi. Najot ta'limda degan gap bor. Hozir ham bu qadimdan barcha islohotchilardan qolib kelgan gap va hozirgi kunda ham, hozirgi kundagi islohotlarimizda ham bosh g'oyalardan bittasi bu najot ta'limda g'oyasi. Shu nima degani degan masalada gaplashib qoldik. Kelinglar, dastlab Tunisdan fikrini eshitamiz. Nima deb o'ylaysiz, Jo'ra? Rostdan ham najot ta'limdami? Masalan, ko'pchilik o'ylaydi, najot baribir iqtisodiyot bo'lishi mumkin, ishlab chiqarish bo'lishi mumkin. Nimaga aynan najot ta'limda? O'zi nima uchun har qanday davrdagi islohotlarni qarasangiz ta'limdan boshlangan. Eng qadimgisidan tortib, masalan, Yunonlarni olib qarasizmi, Jadidlarni olib qarasizmi yoki birinchi, ikkinchi Renessans, arab musulmon sivilizatsiyasini olib qarasizmi, o'sha paytdan ta'lim, kitob, tarjima va hokazo haqida gap ketganda, keyin men ham gaplarimni aytaman. Umuman ta'lim sohasiga e'tibor bugungi kunda rivojlangan davlatlarning hammasini ham diqqat e'tiboridagi davlat siyosat darajasi ko'tarilgan masalalardan biri hisoblanadi. O'zbekistonni ham yangi taraqqiyotimizni yangi bosqichidan boshlab ta'lim sohasiga juda katta e'tibor qaratilyapti va umuman ta'limni tagiga qarayotgan bo'lsak, bu yerda juda ham muhim masalalar borligini ko'rishimiz mumkin. Xususan, rivojlangan davlatlarning hammasida ta'limga e'tibor, aynan aholining savodxonligini oshirishga e'tibor, aholining kitobxonlikni rivojlantirishga bo'lgan e'tibor yoki umuman ta'limni zamon talablariga moslab rivojlantirish borasidagi ishlarni muhimligini ko'ramiz. Umuman buning tagida nima yotibdi? Ta'lim nimani, jamiyatni qanday yo'nalishga boshlashi mumkin yoki ta'lim umuman jamiyatda tub burilishlar qilishi mumkinmi yoki rivojlantirishi haqiqiy ma'nosi boshqa sohalar emas, aynan ta'limmi degan savolni qo'yishimizga olib kelyapti. Endi Tunis masalan, siz uzoq yillardan beri modernizatsiya nazariyalari bilan, taraqqiyot, ijtimoiy rivojlanish masalalari bilan shug'ullanasiz. O'sha ko'p gaplashamiz, endi temiz o'rtoq bo'lganimiz uchun, do'st bo'lganimiz uchun mavzusini, ko'p tadqiqot mavzusini, ba'zi jihatlarini menga ham aytadi Tunis. Shunda ko'p aytgan menga, Jo'rajon deydi, eng istalgan modernizatsiya qilgan mamlakat topib qarasang, ta'limdan boshlagan deydi-da. Endi men savol qo'yaman. Mana hozir bizda bitta gap bor, trenddagi gap. Bizdan nimaga Farobiylar chiqmayapti, nimaga Einsteinlar chiqmayapti, nimaga Beruniylar chiqmayapti degan savol qo'yiladi-da. Nimaga o'sha 9-12 asrda bizdan chiqqan degan savol qo'yiladi. Va ba'zida shunaqa gap ham borki, aytiladiki, Forobiy, Ibn Sino, Beruniylar yoki deylik Einsteinlar eng og'ir zamonlarda ham chiqadi. Eng og'ir ta'lim tizimlarida ham chiqadi. Masalan, deylik o'sha urush davrlarida ham jahonda buyuk daholar chiqqanda, misol uchun, na iqtisodiy farovonlik bo'lgan, notinchlik bo'lgan, barqarorlik bo'lmagan, inqirozlar bo'lgan, odamlar o'lib ketgan, ya'ni oddiy yeyishga non bo'lmagan paytda ham buyuk odamlar chiqqan. Shunday bir sharoitda nimaga biz najot ta'limda deymiz? O'sha urush paytida ham bar odamlar chiqyapti-ku, balkim ta'limni yaxshilamasak ham chiqar degan savol chiqadi-da. Men shu savolni sizga ham ko'p berganman. Shunday. Ta'limni rivojlantirishdan asosiy ko'zlangan maqsad bu qashshoq mamlakatlar bo'ladimi yoki hali taraqqiy etmagan mamlakatlarmi? Umuman
jahondagi hamma davlatlarga qarayotgan bo'lsak, u yerda jamiyatdagi muammolarni hal qilish va ularga yechim topish uchun aynan ta'lim orqasidan iqtisodiyotni rivojlantirish yoki aynan ta'lim jamiyatdagi muammolarga yechim topishiga asosiy e'tibor qaratilgan. Misol uchun deylik, bitta tomoniga e'tibor qarataylik. Tunis, men aytmoqchi bo'lgan gapim, ikkalamiz esingizda bo'lsa, bir davlat xizmatlari degan narsa bilan qiziqib qoldik. Biz ko'pincha birga o'qiganmiz, chunki men ko'zim yaxshi ko'rmaganligi tufayli Tunisga bir narsani o'qib ber deyman yoki Tunis bir narsa o'qib qolsa, o'rtoqshini o'qib ko'r, gaplashaylik deydi. Chunki o'zi suhbatlashish ham, dialog ham, muhokama o'zi fikrlarni doim ko'p yoqlama ko'rishga imkoniyat beradi. Aynan menga bir gap topib keladi, tanqidiy munosabatingni kutaman jo'ra shu gapga deydi. Jumladan o'sha nimani ko'rayotganimizda, davlat xizmatlarini ko'rayotganimizda xabardorlik darajasi degan narsa bo'ladi. Masalan, deylik, elektron hukumat degan narsa bor. Mana davlat xizmatlarini raqamlashtiryapmiz. Raqamlashtirsak ham nimagadir hali ham korrupsiyani to'liq yo'qota olmadik. Hali ham odamlar ayrim idoralarda deylik, masalan, davlat xizmatlari markazida ochratlarda turib kutadi. Nimaga? Oddiy uyda qilsa bo'ladigan narsani ham borib o'sha davlat xizmatchisidan iltimos qiladi. Davlat xizmatlari markaziga borib. Sababi nimada? Sababi odamlarni aynan raqamli texnologiyalardan foydalanish darajasini pastligidan dalolat beradi. Ya'ni o'sha davlat xizmatlarini raqamlashtirish yoki elektronlashtirish orqali korrupsiyani yo'qotish, odam omilini yo'qotish borasidagi islohotlarni birinchi pog'onasi aholini xabardorlik darajasini oshirish. Ya'ni aholiga shu bo'yicha ta'lim berish masalasi qo'yiladi-da. Masalan, bu yuqorida ham aytdik, eng og'ir vaziyatlarda ham daholar chiqishi mumkin. Masalan, Hindistonda og'ir vaziyatda Gandhi chiqqan, masalan, to'g'rimi? Yoki bizda jadidlar chiqqan davrda ham baribir bizda gullagan davr emas edi o'zi. Og'ir vaziyatdan jadidlar chiqqan edi, to'g'rimi? To'g'ri, Forobiy, Ibn Sino, Beruniylar davrida ta'lim zo'r edi, o'qishga qiziqish bor edi, lekin jadidlar davrida nol edi ta'lim, nol sharoitdan chiqdi va ular biz ta'limni ko'taraylik dedi. Lekin ta'lim najotda degan gapni asosiy mag'zi menimcha ommaviy tarzda ta'limni yaxshilash masalasi qo'yiladi. Ommaviy tarzda. Bog'cha, maktab, universitet, universitetdan keyingi ta'lim va hokazo va hokazo ommaviy tarzda yaxshilasak, islohotli effekt beradi. Bo'lmasa har qancha eng zo'r modelni olib kelaylik, eng zo'r texnologiyani olib kelaylik, u baribir o'sha komissiya kelgan, masalan, deylik, bitta zo'r fizika fakulteti yoki ximiya fakulteti yoki bir qanday agrotexnologiya degan yoki IT bir nima fakultetiga eng zo'r texnologiyani olib kelsak ham, u komissiya kelganda ko'rsatiladigan, usti latta bilan bo'z bilan o'rab qo'yiladigan, changini artib turiladigan texnik eksponat bo'lib turaveradi-da doim. Undan foydalanishni bilmasak, foydalanib buzmasak, u ishlamaydi hech qachon. Ommaviy ta'lim yaxshi bo'lsa, demak hamma narsadan foydalana oladi. Xuddi mana shu joyda ko'nikma shakllanadi. Ta'limni biz rivojlantirganimizdan keyin, mana rivojlangan mamlakatlarni qarasak, ayniqsa 20-asrning ikkinchi yarmida hali o'zi oldiga rivojlanishni maqsad qilib olgan davlatlarni qarashimiz mumkin yoki keyinchalik Sharqiy Yevropadagi rivojlanayotgan mamlakatlarni qarasak, ularning hammasi aynan o'sha aholining ko'nikmalarini shakllantirish haqida asosiy e'tiborni qaratgan. Ko'nikmalarni shakllantirish deyilganda nimani nazarda tutilishi kerak? Nafaqat kitobdan olinayotgan bilimni olish yoki til ko'nikmalarini shakllantirish, balki o'sha o'zi aholining, yoshlarning olayotgan bilimlarini amaliyotda qo'llashi haqida ham gap ketadi. Masalan, oddiygina bitta esingizda bo'lsa, bir narsani gaplashgan edik. Amerikada o'qigan, ya'ni mana Garvard universitetini biz ramziy qilib olgan edik. O'sha Garvardda o'qigan, bitirib kelgan o'zbekistonlik masalan talaba va O'zbekistondagi xohlagan bitta oliy ta'lim muassasasini bitirgan talabani qo'yib taqqoslaganimizda nima farq qiladi ular? Eng asosiy siz bilan endi qo'pol misol qilaylik. Yo'q, o'sha qo'pol misol qilaylik. Qo'pol misolda eng asosiy bitta narsa borki, hech bo'lmaganda masalan ikkalasi ham hech narsani o'rganmadi deylik. Ikkalasi ham ikkichi. Ikkalasi ham ikkichi. Lekin hech bo'lmaganda Amerikada o'qib kelgan talaba o'sha 4 yil davomida masalan kamida bir 10 marta
o'sha aeroportda samolyotga chiqish, eskalatorlardan masalan yurib chiqish va o'sha onlayn bilet olish, keyin masalan Amerikaga borgandan keyin u yerdagi sessiyalarni topshirishi, deadline degan tushunchani tushunchasini oladi, keyin u yoqdagi ta'lim tizimi bo'yicha ularning tizimi bo'yicha o'qiydi, ularning o'sha belgilab bergan rejasi bo'yicha o'qiydi va aynan o'sha birinchi manba deb biz siz bilan ko'p gaplashamiz, o'sha birinchi manbalar bo'yicha juda ham ko'p ko'nikmani olgan bo'ladi. Undan tashqari yana bir narsani nima aytib o'tgandek, o'shanda sizda bo'lsa ko'pincha chet davlatga chiqishda o'sha viza rejim bor bo'lgan davlatlar bilan bizni viza olish uchun suhbatlarga kiriladi. Vizani olishda ko'pincha qaytishlar ham bo'ladi, ya'ni vizasini olisha olmadi degan. Endi Amerikada o'qib kelgan talaba o'sha vizasini olgan va o'sha vizasini olib borib o'qib kelgan va bir necha marta viza masalasi, pasport masalalari bilan to'qnashgan, elchixona suhbatlariga kirganda, suhbatlariga kirgan va o'shalar bo'yicha tayyorgarlik ko'rgan ham bo'ladi. Ya'ni uning biz masalan O'zbekistonda ta'lim olib o'sha oliy ma'lumotli bo'lgan talabadan ko'ra Amerikada o'qib kelgan talabaning eng kamida 500 ta yoki 1000 ta ko'nikmasi rivojlangan bo'ladi. Hali bilim haqida gapirmayapmiz. Hali bilim haqida boshlang'ich ko'nikma. Boshlang'ich ko'nikma. Aynan mana shu narsa o'sha chet elda ta'lim olib kelgan talaba uchun ko'nikmaning bu yerdagi, ya'ni o'sha mamlakatimizdagi bitirgan talabaga nisbatan ko'nikmasi yuqoriligini bildiradi. O'shaning uchun bugungi kunda o'sha zamonaviy o'sha rivojlangan davlatlarning ta'limini o'zlashtirish yoki ularda o'sha bilim olib kelgan, ularda ta'lim olib kelgan masalan nimalarimizni, bitiruvchilarimizni qo'llab-quvvatlash bo'yicha yoki aynan ularning tizimini, ularning tajribalarini amaliyotga tatbiq qilish, o'zlashtirish bo'yicha qilinayotgan ishlar nimaga qaratilgan? Bu yerda ularning ko'nikmalarini olish, ularning bilimlarini o'zimizga joriy qilish haqida gap ketadi. Yana hozirgina aytib o'tdingiz, yana o'sha bizada ko'pgina narsalarni qilyapmiz, amalga oshiryapmiz, lekin nima uchun natija yo'q? Natijalarimiz yo'q deganimiz ham mumkin. Nima uchun natijalar kam? Tezda bir bilinmayapti yoki miqdori kam natijalarni. Endi qarang, 2017-yildan boshlab solishtiradigan bo'lsak, aholimizda, yoshlarimizda, lekin umuman keng xalq ommasida ko'nikmalar sezilarli darajada o'sganini ko'rishimiz mumkin. Xususan, o'sha davlat xizmatlaridan foydalanish bo'yicha, aynan elektron xizmatlardan foydalanish bo'yicha ham ko'nikmalar o'zgarib boryapti-da. Ya'ni biz avvallari qaysidir ma'lumotni olishga vaqtimiz ketgan yoki o'sha pasport ma'lumotlarimizni olish yoki o'sha pasport ma'lumotlarini jamlash bo'yicha muammolarni hal qilish uchun biz qaysidir qog'ozlarga murojaat qilishimiz kerak bo'lardi. Lekin mana shu rivojlanish natijasida yoki pandemiya davridan keyingi elektron o'sha ma'lumotlarning almashinuvi yoki elektron tarzdagi ishlarning anchagina tez bitishi bo'yicha aholida ko'nikmalar shakllangandan keyin bugungi kunda aynan o'sha yo'nalish bo'yicha ishlarning ham rivojlanib ketayotganligini ko'ryapmiz. Bittagina misol, o'sha ID tizimi, One ID tizimi ishga tushgan. O'sha One ID tizimi ham aholimizda ma'lum bir ko'nikmalarni shakllantiryapti. Lekin nima uchun biz buni ta'lim bilan bog'layapmiz? Agarda maktab yoshdanoq yoshlarimizda aynan o'sha butun dunyo kundalik turmushiga aylanib ketgan ko'nikmalarni biz maktab davridayoq dasturlarga kiritadigan bo'lsak, yoshlarga kiritadigan bo'lsak, ana o'shanda ularda ko'nikma yosh paytda, ya'ni keyinchalik masalan kerak bo'lgan paytda o'zlashtirilayotgan ko'nikmalar agar ularda maktab paytlaridan boshlab rivojlanib boradigan bo'lsa, bu ularning maktabni tugatayotgan paytda juda ham katta natijalarga erishishini yoki keyinchalik ularning boshqa hayot yo'llarida avvalgiga qaraganda 20 balkim 100 barobar ko'proq ko'nikmalar bilan shakllanishiga nima beradi, zamin yaratadi. Manda masalan Tunis deylik milliy universitetga deylik O'zbekiston istalgan chekkasidan odam kelib o'qiy oladi-da. Ya'ni O'zbekiston sharoitida ulg'aygan maktabda o'qigan bola milliy universitet sharoitiga moslasha oladi. Masalan, eng yaxshi universitetda yoki Irgachi institutida, masalan, o'qiy oladi. Xuddi o'shanda agar ommaviy tarzda maktabda ta'lim yaxshi bo'lsa, borib Garvardda, Kembridjda, Oksfordda ommaviy tarzda o'qish, ya'ni palonchi Garvardni bitirgan ekan bo'lmaydi-da. Masalan, bundan
10 yil 20 yil oldin qishloqqa borganmiz, mana o'zimiz qishloqda bolalarimiz, qishloqqa borganmiz, u Tashgo'ni bitirib kelgan ekan, u Milliyda, u Toshmiyda o'qib kelgan ekan yoki palonchaning uli Tashkentda o'qigan ekan degan gap bo'lardi masalan. Xuddi hozir palonchaning uli Garvardda o'qigan ekan degan gap bo'lyapti-da. Nimaga? Bu aslida Garvard ham Amerikaga borsangiz oddiy universitet u ham, oddiy Garvarddan milliy universitetga o'xshagan universitet. Shunchaki u yoqda standartlaridan bizda xabardorlik darajamiz past, ya'ni maktab ta'limimiz o'shanga mutanosib emas, shu uchun ham past bo'laveradi. Endi Tunis yana bitta narsani aytmoqchiman, oddiy misol bilan gaplashadigan bo'lsak, mana biz o'sha Scopus tizimiga kiruvchi maqolalarda qo'yiladigan standartlardan, xalqaro maqola standartlaridan bittasi Imrat standarti hammamiz bilamiz, to'g'rimi? Lekin hammamiz bilamiz, ustozlarimiz, tengdoshlarimiz bizni kechirsin, hammamiz Imrat standarti qulog'imizga kirgan, lekin hamma ham Imrat standarti yoza olmaydi. Scopus tizimida Web of Science ga o'xshagan shu ba'zi yuqori indeksatsiyalanadigan bazalarda maqola chiqarish bizda hozir sharaf-da. Shunday. Sharaf. U aslida sharaf emas o'zi. U oddiy holat o'zi. Aslida hammamiz o'shanaqa darajadagi standartlarda maqola yozishimiz kerak, o'shanaqa standartlarda maqola chiqarishimiz kerak. Masalan, deylik, hozir O'zbekistondagi hamma jurnallar talabi Imrat. Lekin nimaga ular Scopusga kira olmaydi degan savol bo'ladi. Chunki haqiqiy ma'nodagi Imrat emas-da, ya'ni yuzaki Imrat, masalan, ko'rinishi Imratga o'xshab o'sha kirish, metodologiya, adabiyotlar sharhi va hokazo bo'lgan bilan Scopusda talab qilinadigan empirik baza yo'q. Shunday. Masalan, sotsiologik tadqiqot yo'q, yoki manbani tahlili yo'q. Sotsiologik tadqiqot deganda faqat so'rovnoma bo'lishi shart emas, intervyu bo'lishi mumkin, kontent tahlili bo'lishi mumkin va hokazo empirik bazasi yo'q. Shuning uchun bizni jurnallarimizga Imrat standarti yozgan odam nimagadir Scopus yoki Web of Science yoki boshqa shunga o'xshagan bazalardagi jurnallar uchun maqola tayyorlab bera olmaydi yoki maqola tayyorlab bersa, ular olmaydi. Bitta ana bu yuqori potensial deb nomlangan va filmda ko'rsatgan nimani sizga voqeani aytib bergan edim. Ya'ni Amerika hayoti haqida olingan, bitta IQ darajasi juda ham yuqori bo'lgan o'sha ayolning hayoti haqida olinyapti. O'sha yerda bitta voqeani aytib beraman. Ayol ishlaydi, ayol ishlab turgan joyida bitta muammoga yuz kelib qoladida, o'sha muammoni hal qilib, u nimaga doskaga uning yechimlari bilan yozib ketgan bo'ladi. Keyin ertalab undan nimaga sen bu narsani qilding deyilganda, u shunday javob beradiki, meni miyam shu rejimda ishlaydi. Agar men bitta muammoni ko'rib qoldim, o'sha muammoni yechimini topmagunimcha meni uxlay olmayman deydi. Bu bilan nima demoqchiman? Bizni yoshlarimizda, xalqimizda ham aynan o'sha juda ham ko'p bilimga ega bo'lishni ko'nikmasi shakllanishi kerak-da. Tahlil qilish, aynan o'sha muammoni ko'rdim, o'sha narsani tahlil qilish. O'sha bizni o'sha yoshlarimizda mana lekin o'sha narsa kuzatilyapti. Agar e'tibor berayotgan bo'lsangiz, masalan, dars beramiz, bundan 5 yil avvalgi talabalar bilan yoki 10 yil avvalgi talabalar bilan bugungi kundagi talabalarning dunyoqarashida, bilimida o'zgarishlar juda ham katta. Ya'ni siz aytayotgan ma'lumotlarni ular birdaniga internetga kirib o'shani tekshirib ko'rish ularda ko'nikmasi shakllanyapti. Aynan mana shu narsa voqea hodisalarning ga bo'lgan e'tiborning ko'payishi va keyin ularni tahlil qilish bilan bog'liq bo'lgan holatlarni ko'paytiradi va bu narsa keyinchalik ommaviy savodxonlikning oshishiga sabab bo'lishi mumkin-da. Mana yaxshi narsani ochdingiz. Misol uchun prezidentimiz ham ko'p aytyapti. Men internetni yopmayman deyapti. Nima uchun yopmayman deyapti? Shunchaki jamoatchilik nazoratini kuchaytirish uchungina ham emas, internetni yopsa bo'ldi. Yana talabalar darsda ertaga eshitadi. To'g'rimi? Yana ma'naviyati yuksak bo'lgan komil inson tarbiyalashimiz kerak. Ajdodlarimiz unaqa bo'lgan, axloqimiz bunaqa bo'lishi kerak. Sen nimaga darsda kiyib o'tiribsan? Nimaga soqolingni olib kelmading? Nimaga juvachga chaynayapsan degan gap bilan dars o'tadi-da yana. Hozir masalan deylik, istalgan mana biz gumanitar fandan o'tamiz. Falsafadan palon narsa Gegel aytgan yoki deylik modernizatsiya mamlaqa bo'lgan desangiz, domla kechirasiz deb tekshiryapti-da talaba. Aynan o'sha ko'nikma haqida gapda qarang. Agar yoshlarni bilimi oshib boraverayotgan bo'lsa, biz umuman ziyoli qatlam, masalan, maktabdagi o'qituvchimi, oliy ta'lim muassasasidagi professor o'qituvchilarimizni yoshlarga biz aynan ko'nikmani o'rgatishimiz kerak. Agar maktabdagi o'qituvchilarimiz sifatli ta'lim olib maktabga borsa, ular yoshlarga nimani o'rgatishadi? Mana bu muammo bor.
uni muammosi mana unaqa yechiladi. Ya'ni hozir Imrat standartni aytganingizdek, muammoni qo'yilyapti. Ya'ni mana shu o'zingiz bitta ana nimangizda men eshitib qolgandim, Instagramdagi gapingizda, ya'ni muammoni qo'ya bilish, ya'ni muammoni dolzarbligini asosga berish. Yosh hali u kitob o'qiyapti, masalan, maktabda darslik o'qiyapti-da, o'sha darslikdan u bilim olyapti. Lekin bilim olayotgan paytda albatta uni miyasida biz nima dolzarb yoki aynan mana shu joyning ichidan qanday savolni chiqara olish kerak yoki umuman tadqiqot olib borish uchun yosh paytdan boshlab ularni muammo bilan ishlashga o'rgatilish kerak-da. Mana kinolarda ko'rib qolasiz, masalan, nima chet ellarda o'sha kambag'al davlatlarda yoki juda ham chekka hududlarda yoshlarning chiqib kelganligini, qanday qilib kashfiyotlar qilganligi bo'yicha nimalarni aynan o'shalarning tarixiga bag'ishlangan filmlar olishadi-da. Aynan shu yo'nalishda qaraydigan bo'lsak, agarda yosh paytdan boshlab ularni o'sha maktab davridan boshlab ularni muammolar bilan ishlash va muammolarga yechim berish bo'yicha biz ularga ta'lim berayotgan bo'lsak, ular maktabni tugatayotgan paytda juda ham ko'plab kallasida, miyasida g'oyasi bo'ladi. Ya'ni nafaqat ularni bilimi bo'ladi, nafaqat uning o'sha kitob o'qish bilan ularning ko'nikmasi shakllangan bo'ladi. Undan tashqari aynan muammoning yechimlarini topish. O'sha masalan bugungi kunda ko'plab nima qilinayotgan, hal qilinayotgan muammo bor. Masalan, bugungi hozir mana tog'da turibmiz, ekologik muammoni olib qaraylik. Yurgan yo'lida muammo yasab yechim topadi-da. Yurgan yo'lingizda muammolarga yechim qaratishingiz mumkin. Mana o'tgan yili universitetimizda aynan talaba yoshlarning o'sha g'oyalari bo'yicha bitta tanlov bo'lgan. O'sha eslasangiz, siz qatnashgandingiz. O'sha tanlovda ham bizni talabalarning orasidagi o'sha muammolarni olib chiqib, o'sha muammolariga yechimlar bergan nimalarni, loyihalarni ko'rgandik. O'sha loyihalardan qarasangiz, uni aynan ekologik muammolarni yechimini topish bo'yicha, o'sha arzon va sifatli bo'lgan o'sha yechimlar bo'yicha takliflarni eshitgandik-da. Mana anu talaba house deysizlar? Talaba house. Men Javohir degan falsafadagi bola talaba house degan nimani olib chiqyapti. Qanaqa kvartira topish bot qilaman deyapti. Eng yaqin lokatsiyalarni hamma kanallar bilan, maklerlar bilan birlashaman, e'lonlarni beraman deyapti. Shunchaki kanaldan farqi shunday bo'ladiki, uni atrofida qanaqa ovqatlanish joyi, qanaqa nima, misol uchun kirxona, nima deyim, prachkalar yoki deylik qanaqa magazin bor, universitetga necha kilometr, qanaqa avtobus bilan kelsa bo'ladi, o'sha xonada masalan 3 kishi tursa, yana bitta o'sha kvartiraga odam oladimi, yo'qmi? Agar bitta odam chiqib ketsa, yana bitta joy bo'shadi, mana yana odam olish mumkin deb e'lon beradigan va hokazo hamma narsasi bo'ladigan bot yarataman degan nimani chiqdi-da. Masalan, nimaga buni olib chiqding desa, domla, men o'zim kvartira izlab sarson bo'lgan odamman deyapti. Endi ko'ryapsizmi? Yana qarang. Esingizda bo'lsa, avvalgi bitta suhbatimizda ham gaplashgan edik. Ya'ni avval, bundan 10 yil avval talabalarning oliy ta'lim muassasasiga hujjat topshirishi yoki umuman qanaqadir tanlovlarga hujjat topshirish bilan bog'liq bo'lgan holatlarni ko'rib chiqqan edik. Ya'ni u paytda hujjatlar demak qog'oz variantda topshirilardi. Qog'oz variantda topshirilgandan keyin ovoragarchilik, ya'ni siz Toshkentdagi oliy ta'lim muassasasiga kelasiz, keyin navbat kutishingiz kerak, kvartira topishingiz kerak, u taksida kelishingiz taksi ham kiydiradi. Da. Kelish xarajati. Mana Akmal bilan gaplashgan podkastimda aytdiki, Beruniy metrodan to fakultetgacha oldin o'zimda shu holat bo'lgan. Beruniydan chiqqanman. Chiqqanimdan keyin o'sha talaba turar joyda turganmiz. Beruniy chiqqan joydan talaba turar joyimiz, ya'ni biz yashagan talaba oldiga olib kelishgacha o'sha paytda bitta taksi 1,5 so'm pulimizni olgan. 2007-yildagi voqea bu. 2007-yilda 1,5 so'm. Vaholanki o'sha pulga o'sha paytda keyin endi tushunganmizki, Toshkentning narigi chekkasiga borish mumkin bo'lgan. Lekin bizga o'sha joyda ozgina 2 kilometrlik joy ham chiqmaydigan joyga o'shancha pulni olishgan. O'sha aytayapti-da Javohir, mana shunaqa voqealar bo'lmasligi uchun ham deyapti, qaysi avtobus bilan borsa bo'ladi o'sha turgan kvartirasida. Shuni ham qo'yaman deyapti-da. Endi keyin hujjat topshirilishi bo'yicha mana hozirgi kunda bilasiz, onlayn mana 4 yil, 5 yil bo'lib ketdi, yanglishmasa, onlayn bo'lyapti. Hammasi o'sha onlayn topshirish ko'nikmalari shakllandi. Esingizda bo'lsa, boshida yoshlarimizni o'sha ko'nikmani shakllantirish ham anchagina nima voqea bo'lib, o'rtada keyin o'sha hujjat topshirib beradiganlar pul qilib, kompyuterchilar soqqa qildi. Kompyuterchilar o'shalarga yordam beramiz deb bo'ldi, lekin asta-sekin hozir qarayapmizki,
telefonga hamma ma'lumotlarni yig'ish imkoniyatlari yaratilyapti-da. Siz telefoningizdan foydalanasiz, juda kerak bo'lgandan keyin o'sha OneID tizimidan ro'yxatdan o'tasiz. Keyin o'sha tizimdan o'tganingizdan keyin o'sha ma'lumotlarni eslab qolishga majbur bo'lyapsiz. Nimaga? Chunki agar shuni eslab qolmaydigan bo'lsangiz, bu eslab qolmasligingiz sizni moliyaviy jazolaydi. Ya'ni shuni bilmaganingiz uchun siz pul to'lashga majbur bo'lasiz. Va yoshlarimizda o'sha ko'nikmalar hozir rivojlanib boryapti. Shuning uchun ham bu yerda aytish mumkin, aynan najot bu ta'limda deyilganda faqatgina biz buyuk odam tarbiyalash haqida gapirmayapmiz. Buyuk odam tarbiyalash emas, shunchaki kundalik hayotimizda ham juda ham ko'plab muammolarimizni yechimi yoki hattoki moliyaviy masalan shu pullik kam bo'lishiga ham hattoki sabab sifatida o'sha ta'lim darajamizni pastligi yoki qaysidir ko'nikmalarimizning kamligi yoki bilimimizni kamligi sabab sifatida ko'rsatilaveradi. Qanchalik bilimimiz oshib borgan sari, qanchalik ta'lim sifatimiz yaxshilanib borgan sayin bizni o'sha yoshlarimizni, hattoki keng aholimizni darajasi ham yuqorilab borgan sayin bizni ham farovonligimiz oshadi, ham hayot sifatimiz yaxshilanib boraveradi, ham umuman bizni juda ham ko'plab maishiy muammolarimiz ham o'zining yechimini topib boraveradi. Yo, jo'ra, mana oddiy ko'pchilik himoyalar, majlislarda odamlar kelib iltimos qilib pul berib zum sotib olardi-da. Bo'lmasa o'zim bunday o'ylab qarasangiz, sal bilgan odam o'zi registratsiya qilib arzonroq ham olishi mumkin o'sha zumni. To'g'rimi? Sotib ol, nimaga shunaqa qilardi? Yoki deylik, hozir ham masalan yosh katta domlalarimiz yoki deylik, internet IT ko'nikmalari yaxshi bo'lmagan yosh domlalarimiz ham xemska narsalarni kirdirtiradi, platformani to'ldirtirish, yo'qlama qildirishda ham iloji yo'q pulga qildiradi. Mana oddiy o'zingiz cho'ntagingiz, o'zingiz shaxsiy budjetingizga ham ta'lim savodxonlik darajasini pastligi qanday yomon ta'sir qiladi-da. Masalan, endi yana bitta narsani aytmoqchiman. Bir yoshligimizdan gaplashadigan gapimiz bor edi. Hali bu xulosalarga kelmasdan oldin Tunis bilan gaplashardik. Chet el kinolarini ko'rardik. Ularni o'g'ri jinoyatchilar ham oldiga kartani qo'yib olib, qalam bilan chizib, katta qog'ozga, plakatga chizib olib, reja qilib keyin o'g'irlik qilardi-da. Aytardik, bizda ularni o'g'rilari ham olimda deb qo'yardik-da. Nimaga shu? Masalan, to'g'ri? Masalan, o'sha qarang. Hamma narsa, mana prezidentimiz ko'p aytayapti, ilmiy asoslangan bo'lishi kerak. Aynan hatto o'g'irlik ham. Hatto o'g'irlik ham yo'q aytilmaganda, qarang. Siz professionallik darajangiz qanchalik yuqori bo'lsa, xuddi ishlaringiz ham shunday sifatli bo'ladi. Endi masalan ko'pincha biz bu yerda professionallik darajasimiz oshirishini to'g'ri, albatta bu nimaga balkim salbiy holatda ishlatayotganda, lekin shunga yarasha jamiyatning boshqa sohalari ham professionallashadi-da. Ya'ni agar juda ham savodli va o'ta professional darajadagi o'sha firibgarliklar yoki o'g'riliklar yetishib chiqayotgan bo'lsa, demak biz o'sha muhofaza qilish organlarining professionallik darajasi ham o'shalarga nisbatan orientir olgan holatda yana bir pog'ona ko'tarilishga majbur bo'ladi. Ishlashga majbur qiladi. Ishlashga majbur bo'ladi. O'sha xorij texnologiyasi o'rganiladi, o'sha yerdagi muammoni hal qilish bo'yicha nimalar olinadi. Yana bitta spetsialist chaqiradi, masalan, qo'shimcha malakasini oshirtiradi. AQShning oliy ta'lim muassasalarida aynan o'sha yurisprudensiya yoki huquq muhofaza qilish organlari shu sohalarga organchilarga grubaga mutaxassis tayyorlayotgan dasturlarning juda ham ko'pchilik kazuslariga yoki o'sha darsliklariga yaqin orada muammo bo'lgan va juda ham katta butun mamlakatni qamrab olgan va ushlash qiyin bo'lgan jinoyatchilarning ishlari qanaqa qilib ochilganligi yoki o'shalarning tergov jarayoni qanday bo'lganligi bilan bog'liq bo'lgan holatlar kiritilar ekan. Ya'ni bundan nima maqsad qilingan? Aynan real vaqt rejimidagi muammo bilan talabani tanishtirish, o'sha mutaxassisni tanishtirish va shunga qarab uning orientirini olish maqsad qilingan. Ya'ni to'g'ri, uni o'sha mutaxassis ishlab, hayotiy ko'nikmalarni shakllantirib, keyin o'sha o'zi o'ylab bunga yechim topishi ham mumkin. Lekin aynan jamiyatdagi bor muammoni yechimini olib ularga o'rgatish bu jarayonni tezlashtirib beradi. Ya'ni ular birdaniga o'shalar bo'yicha fikrlashga o'rgatiladi, o'shalarning tafakkuriga mos holatda ishlar rejalashtiriladi. Bu esa olib bo'layotgan ishlarni o'sha samaradorlik darajasini oshiradi va shu bilan birgalikda bu kadrlarning professionallashuvini ham tezlashtirib beradi. Jo'ra, mana siz Li Kuan Yu bor-ku, Singapurchi. Singapur asosi. Shuni ko'p aytasiz. Singapur tajribasini ham ko'p gaplashganmiz sizni nimangizda, quvib yetuvchi modernizatsiyani. Ya'ni quvib yetish modernizatsiyani ham ochib ketaylik. Ya'ni
masalan Yevropa oldinda turibdi bizdan, Amerika oldinda turibdi. Mana xuddi mashinada Afgon deymiz-ku, dogoniyashi deymiz, ya'ni oldinda ketayotgan mashinani quvib o'shanga yetib olish. Xo'p, yetib olish o'zidan bo'lmaydi. Bir xil tezlikda ketaversangiz, oldinga ketaveradi. Nima qilish kerak? Kuchanib, tezlikni qilib oshirib yetib olish kerak. Ma'lum bir yuklardan xalos bo'lish bo'lib, kerak. nimadirlarni tashlaysiz, haqiqatan bagajni ichidan keraksiz odamlarni tushirib tashlaysiz kerak biza. Yengillashtirilgan holatda ularga yetib olishga harakat qilinadi. Ya'ni o'sha mohiyatiga ham qaraydigan bo'lsangiz, u yerda o'sha jamiyatda qotib qolgan ma'lum bir stereotiplardan voz kechish yoki ma'lum bir o'sha dogma bo'lgan g'oyalardan voz kechish hisobiga siz o'zingizni yengillashtirasiz va keyin ularga yetib olishga harakat qilinadi. Ha. Endi buni nimaga ochdim Jo'ra? O'sha Singapur asoschisi ham qattiqqo'l bo'lgan. Bizda hozir bitta jiddiy muammo bor, chet tili muammosi. Chet tilichilar, chet til o'qituvchilar bunday qo'pol qilib aytsangiz, 4 yil o'qiyapti, 6 yil o'qiyapti, kerak bo'lsa PhD qilyapti, lekin dokumentni chiqarib o'tmayapti-da. Hatto maktabga ham o'tmayapti-da. Lekin ko'pchilik xafa bo'lyapti shunda. Nimaga endi biz shuncha o'qidik-ku, shuncha kontrakt to'ladi. Ha, to'g'ri. Go'yoki bu anonga o'xshaydi-da, go'yoki bir davlat fuqaroni qiynash uchun o'ylab topilgan mexanizmga o'xshaydi. Bu o'sha quvib yetish modernizatsiyaning mexanizmi. Iloji yo'q. Davlat shuni qilmasa, chet til masalan o'tgan yili chiqdimi, juda past chiqdi-ku bir reytingimiz. Nechinchidir? Chet tilini bilish darajasi bo'yicha, ingliz tili bo'yicha chiqdimi? Juda pastda chiqdik, to'g'rimi? Endi qarang, bir o'qituvchi bilan gaplashaman, ingliz tili o'qituvchisi aytayaptiki, nima qilay deydi. Men deydi, tashlayman deydi. Boshqa ikkinchi mutaxassislik o'qiyman. Falsafagami, psixologiyami, tarixgami o'qiyman. Nima detsam, men deydi ulgurmayapman ro'zg'orim bilan. Yosh ana universitet bitirib kelgan yosh qizchalar bolalar IELTS olib kelyapti, sifir olib kelyapti yoki o'quvchilarim olyapti deydi. Ya'ni o'z-o'zidan avlod almashinib boryapti. Yangi, ya'ni jahon standartidagi til bilish darajasiga ega bo'lgan IELTS bor, sifiri bor, bir nima C1 bor, istalgan tildan shu sertifikati bor bolalar o'qishga kirib kelyapti-da, ishga ham kirib kelyapti, maktabga, universitetga kirib kelyapti. Bu kattalarga biroz og'irlik qilyapti. Shunda mana siz modernizatsiya, dogoniyashi, ya'ni quvib yetuvchi modernizatsiya yoki jadallashtirilgan modernizatsiya nuqtai nazaridan davlat shuni qo'llashi o'zi to'g'rimi, noto'g'rimi? Fuqaroga jabr emasmi bu? Endi ma'lum bir toifa odamlar aytish mumkin, bu narsa ortiqcha yuk qilinyapti yoki qiynash bo'lyapti deb turib, lekin biz boya aytib o'tganimizdek, ma'lum bir o'zimizni ushlab turgan yoki bizga to'sqinlik qilib turgan to'siqlarni olib tashlamaydigan bo'lsak, hattoki bu ta'lim olish jarayonida ham bu bizlarni ko'zlagan maqsadimizga erishishga to'sqinlik qilaveradi yoki o'sha biz ko'zlagan maqsadga yetib bora olmasligimizga sabab bo'ladi. Shuning uchun qo'yilgandan keyin bu yerda o'sha islohotlarning mohiyatida bitta narsa bor. Davlat rivojlanish uchun bitta maqsad qo'yilgan. O'sha hamma o'sha maqsadga erishish uchun o'shani tushuna oladigan yoki qabul qila oladigan tafakkurga ham ega bo'lish kerak. Mana nima uchun Najot ta'limda-da. Ya'ni tafakkurni biz o'sha talabga moslashadigan bo'lsak, unda keyin davlat baribir tepada, demak, yuqori darajada elitamizda islohotlarning yo'nalishlarini belgilab beruvchi qatlam bor yoki shu guruhlarimiz bor. Ziyolilarimiz. Mana ziyolilar. Shuni ham shu bitta kimdir ziyoli tashabbus bilan chiqqanda baribir, to'g'rimi? O'sha talablar qo'yilgandan keyin endi shunga moslashsa, shu talabga javob beradigan bo'lsak, demak bizni o'sha ta'limimiz o'shani maqsad qilib olinadi. Endi bu yerda ham nima uchun ilg'or g'arb standartlari bo'yicha o'sha sertifikatlash ketyapti yoki o'sha sertifikati bo'lmaydigan bo'lsa maktabda dars bermaslik yoki sertifikati bo'lsa qo'shimcha pul beryapti. Qo'shimcha pul berish kerak. Bu yerda birinchidan aynan o'sha faqatgina bu chet tili bo'yicha emas, hozirgi kunda e'tibor qaratgan bo'lsangiz, boshqa fanlar, ya'ni umum ta'lim fanlari bo'yicha ham qo'shimcha ustamalar berish haqida gap ketyapti. Ya'ni ma'lum talabni bajargan mutaxassisni rag'batlantirish va uning til ko'nikmalarini rivojlantirish. Undan tashqari aynan o'sha ko'nikmani olgan o'qituvchi, demak, yoshlarga ta'lim berilishi kerak degan talabni qo'yiladi. Endi 3 eng past baholash darajasi 3 deb olaylik. Shartli ravishda. 4 yil davomida talaba 3 ga o'qigan bo'lishi mumkin-da. Keyin u masalan ma'lum o'sha imtihonlarni topshirgandan keyin xo'p diplom olgan. Lekin u ertaga aynan xalqning farzandiga ta'lim beryapti. Mana shu paytga unga demak mana shu mayli siz demak oliy ma'lumotlisiz, mutaxassisligingiz bo'yicha diplomingiz bor, lekin mana shu talabni bajarishingiz kerak degan talabni qo'yilayotganligi albatta bu to'g'ri. Chunki maktabda
xalqimiz masalan har yili yanglishmasam 1 millionga yaqin yoshlarimiz maktabga chiqyapti. Ular demak bilim olyapti. O'shalarning olayotgan bilimini demak biz davlat xorij standartiga mos ravishda deb olib qaraylik. Xuddi shunday mutaxassislar ularga dars berilishi kerak. Va o'sha asosda ular bilim olish kerak va shunga yarasha ko'nikmalarni shakllantirish kerak. Tunis qarang, bitta yaqinda vayn ko'rib qoldim-da. Ikkita o'rtoq maqtanyapti. Mani o'g'lim zo'r, mani o'g'lim zo'r. Urushtiramiz deyapti. Urushtirishdan oldin bittasini o'g'li bittasini o'g'li kelyapti. Zalga boradi o'g'lim, mana salta tashlab ber. Xo'p, salta tashadi, keyin o'g'lim bilan urushtirasan deyapti. Ha, urushtiraman deyapti. Endi salta tashlagan zalga borayotganda boya qishloq bolasiga aytib, otasi aytibdi-ki, futbol o'ynamoqchi, futbolga chiqmoqchimisan kechgan. Bo'lmasa chiqmaysan futbolga deyapti-da. Keyin bola urib tashlayapti zalga borgan. Keyin otasi aytib, "Sharmanda qilding, men senga nima zalga shuncha pul to'layapman? Zalda menga salta tashlashni o'rgatgan" deyapti-da. Ya'ni masalan deylik, o'sha ingliz tilini yoki chet tilini yoki boshqa fanni ham birorta mahsulot bermasa, masalan deylik, keling ingliz tili o'qituvchisida ingliz tilida Times yoki The Guardian'ni o'qiy olmasa, to'g'rimi? Yoki ingliz tilidagi CNNni, BBCni ko'rsatuvni otasiga tarjima qilib bera olmasa, masalan, o'tirgan joydan, u otasi aytadi, "Sen qayerda o'qigansan?" deydi. Shunday. To'g'rimi? Senga nima o'rgatgan? "Ya, endi bizga listening o'rgatgan, grammar o'rgatgan, News'dan o'qiganmiz, bankdan, Arrakendan, Fly High'dan, Headway'dan" degani bilan oddiy odam nima deydi? Hamma bar natijaga qarab. O'g'lim oddiy axborotni tarjima qilib bera olmayapti. Ya'ni bugun mana Ukraina bilan Rossiya tortishib qoldi, falon bomba portladi, Putin Trumpga telefon qildi degan gapni tarjima qilib bera olmayapsan deydi. Shunday ruschaga o'giradi, o'z problem emas-ku. Ruscha programmaga o'tkazadi, o'sha xuddi shuni ruschasi bor. Otasi ruschani tushunadi, shuni qilib bera olmayapsan, bolam deydi, to'g'rimi? Ya'ni biz sertifikatni qo'yishimizdan maqsad ham nima? Sertifikat nima beradi? Sen ingliz tilini bilishingni nima bilan isbotlaysan? A, B, C, D talablar bor-da. Ya'ni eshitish bo'yicha ma'muncha balim bor, gapirish bo'yicha ma'muncha, yozish bo'yicha ma'muncha, o'qish bo'yicha ma'muncha, shuncha so'zni bilaman. Men shuncha tekstni qila olaman. Ya'ni aytadi, masalan, B2 ga og'ir bitta narsani bersangiz, "Yo'q, men darajam B2" deydi, to'g'rimi? Bemalol ayta oladi. Ya'ni misol uchun boshqa fanlardan ham shuni qo'yilayotgani, seni nima bilishingni belgilab beruvchi indikatorlarda ular. Masalan, bozorga borib olma bersangiz, qancha olma beray deydi-ku. Qo'pol qilib raqamlarda ifodalaydigan bo'lsa, qancha biliming bor degan gapda bu sertifikat, to'g'rimi? Qancha biliming bor, nimalarni qila olasan shu biliming bilan. Endi bu yerda o'sha bilimni olish bilan bog'liq bo'lgan holatni qarasangiz, o'sha o'qituvchi tayyorlanyapti. Tayyorlangandan keyin unga demak ma'lum bir dasturlar bor, o'sha dasturlar bilan ularga tayyorgarlik ko'radi. Tayyorgarlik ko'rgan paytda yana o'sha siz bilan ko'p gaplashamiz, esingizda bo'lsa, biz maktabda, umuman faqat maktabda emas, ota-ona ham yosh paytdan boshlab bolasidagi, o'zi farzandidagi tasavvurni rivojlantirish kerakda. O'sha tasavvur qanchalik bolada kattalashib boraversa, uning o'sha miyasidagi o'sha neyronlar deydimi, o'sha neyronlar soni ko'payib boravergan sayin u muammolarga yechim topish bo'yicha uning ko'nikmasining xuddi shunday rivojlanishini ko'rishimiz mumkin-da. Endi tayyorlanayotgan paytda o'sha o'qituvchi ham yoki masalan talaba o'quvchi ham dasturda juda ham ko'plab misollar keltirilgan. Masalan, kazus deb olib qaraylik. Juda ko'plab kazuslar bergan. O'sha kazuslar bilan bog'liq qanaqa savolga qanday javob berish kerak yoki mana shu joyda qanday vaziyatdan chiqish kerak yoki aynan nima, siz o'zingiz ham aslida IELTSga tayyorlangansiz, bilasiz, geografik nomlar yoki iqtisodiyot bilan bog'liq terminlar yoki rivojlanish darajasi, okeanlar, poytaxtlar, maychartlar masalan. Mana shunaqangi juda katta ma'lumotlar bazasini o'rganishga majbur bo'lasiz. Ya'ni tan olasizmi, tan olmaysizmi, bu tasavvuringizni rivojlantirishga xizmat qiladi. Masalan, kimdir shunchaki og'zaki unga tayyorlanib turin, yodlab aytib berishi mumkin, lekin siz o'shani yaxshilab tushunib olish uchun xaritaga murojaat qilishingiz kerak bo'ladi yoki o'sha iqtisodiyot bilan bog'liq terminlar bo'lsa, o'shani ichiga yana ham ko'proq kirib olishingizga sabab bo'ladi. Bu avvalgi, masalan, avval bilim darajasini taxriban olaylik, masalan 50% bilim bo'layotgan bo'lsa, tayyorgarlik natijasida hech bo'lmaganda 70 yoki 80% ga, 30-20% ga bo'lsa ham bilimi oshadi. Albatta bu narsa keyin uni nimaga, o'quvchilarga bilimini berayotgan paytda o'sha o'zini shakllangan ko'nikmalaridan foydalanib ularga ma'lumot beradi va bu esa maktabda qayerdandir ma'lumot olishga qiynalib turgan yoki o'zining shu kallasida aylanayotgan muammoga yechim topa olmayotgan o'quvchining ozgina bo'lsa ham tasavvurining rivojlanishiga sabab bo'ladi. Turli mana gapingizni bo'laman. Sizga ham, menga ham ko'pincha
hatto yosh ukalarimiz, tadqiqotchi ukalarimiz keladi. Domla meni mavzuyim masalan palon edi. Masalan deylik, davlat xizmatlarini raqamlashtirish orqali korrupsiyani bartaraf qilish O'zbekistonda degan mavzu bor menda deydi. Shunga deydi sizda materiallar yo'qmi deydi. Bunda o'ylab qarasak, jo'ra hozirgi zamonda bu savol beriladigan savol emas-da. Eng tuppoy odam ham hattoki-da buni shunda internetdan tersang chiqishini biladi. Shunday. Mana bitta anaqada aytdim-ku, ya'ni ChatGPT ga to'g'ri muammo qo'ysang to'g'ri nimani yechib beradi degan bir anaqa istoriyacha qo'ygan edim. Xuddi o'shanda internetdan so'rashni bilmayapti-da bolalar. Shunday. Internet bor qo'lida, telefoni bor, manikidan yaxshi telefoni bo'lishi mumkin. Lekin internetdan o'shani so'rashni bilmayman. Men internetdan qidirib chiqatsam, hech chiqmayapti-da domla deydi. Ani Po'lat alanlarda Hikmat Tentak bo'lardi-yu. Televizorni birov televizorchi bo'ladi, televizor ta'mirlovchisi bo'ladi, olib keladi. Televizorni Hikmat Tentak bir ursa ishlab ketadi-da. Og'a nimaga biz ursak ishlamaydi, siz ursangiz ishlaydi. Men qanaqa urishni bilaman deydi-ku. Yana qanaqa urish deb. Ya'ni o'sha bu yerda nima ketyapti-da? Ya'ni muammoni qo'ya bilish va muammoga yechimini aniq yo'nalishini topa olish haqida gap. Hech bo'lmasa bak, muammoni shakllantirish haqida gap ketyapti, to'g'ri shakllandi. Ya'ni internetdan ham nimani so'rashni bilish kerak-da. Ana Al Caponeni aytishadi-ku, velosiped so'radim, Xudodan shuncha bermadi, keyin o'g'irlab kechirishni so'radim, so'rashni bilish kerak deydi-yu. Internetdan ham xuddi shunday so'rashni bilish kerak ekan-da. Endi qarang, yana bitta masalaga diqqatingizni qaratmoqchiman, o'sha quvib yetish modernizatsiyasini mexanizmi. Ya'ni davlat roli, davlat baribir ayrim majburiy mexanizmlarni qo'llamasa iloji yo'q. O'sha quvib yetish modernizatsiyasida. Endi qarang, bizda o'sha ingliz tili sertifikat boshida rosa yig'i-sig'i qildik. Qiynaldik, hamma davlatdan norozi bo'ldi. Davlatni bir shafqatsiz mashina sifatida ham ko'rdi, Leviathan sifatida ko'rdi. Lekin hozir qarang, bitta bosqichga keldik-da. Yaqinda ko'rdim, menimcha qabul qilindi. Xorijiy til bo'yicha o'qishga topshiradigan bo'lsa, abituriyent til sertifikati bo'lmasa endi qabul qilmaydi, to'g'rimi? Ha, shunaqangi. Yo, endi qarang-da, boshidan o'zi davlat maqsadi shu edi o'zi aslida. Shunday. Shuni ochishdan maqsadi o'qituvchilarga pul berishidan, ya'ni til sertifikat olsa nadbafga berishidan, talabaga ball, abituriyentga ball berishidan, yoki deylik IELTS olsa uni o'qigan pulini to'lab berishidan, yoshlar agentligi va hokazolar to'lab berishidan maqsadi ham shu edi. Balkim bir kun davlat kelar shuni to'lab ham bermas, nadbafga ham bermas. U juda oddiy holat, ya'ni shunchaki kasbimizni olib yelkasiga tashab kiyganiga o'xshagan oddiy holatga aylanar. Xuddi mana Yevropanikida yoki Amerikanikida yoki hech bo'lmaganda Qozog'istonnikida. To'g'rimi? O'shanday darajaga aylanar. Mana bitta bosqichni, bitta mevasini ko'rdik. Endi davlat qo'rqmay sertifikati bo'lmasa topshirmasin deyapti. Aslida bunda o'ylab qarasangiz, bu dahshat aslida. Odam topshirmasa-chi chet til fakultetlariga. To'g'rimi? Bo'shab qolsa-chi o'qituvchilar qayerdan tirikchilik qiladi? Universitet o'sha fakultet yopilishi mumkin. Shunday. To'g'rimi? Lekin davlat shunga ishonch bilan nima qilyapti? Chunki miqdoran ko'paydi sertifikat olgan bola. Albatta, mana oliy ta'lim masalalani qaytgan bo'lsak, birgina O'zbekiston Milliy universitetining o'zida huquqshunoslik yo'nalishiga 2024-25 o'quv yilida topshirgan talabalar orasida, ya'ni masalan 150 ga yaqin umumiy talaba kirgan, o'shalardan 50 tadan ziyodi sertifikati bor. Aynan chet tili, ingliz tili bo'yicha sertifikati bor. Yuristlar. Va Milliy universitetga. Milliy universitet. Arablari. Mazid. Va aynan o'shalardan iborat bitta guruh qilingan. Ularga va o'sha kuchaytirilgan darslar o'tilyapti va ulardagi o'sha ingliz tili sertifikatining borligini, yana bitta narsani qarash kerak. Aynan o'sha olib borayotgan soatlarning eng o'sha ko'zga ko'rinadigan yoki maqtanadigan joyi o'sha talabalar o'sha yaqinda imtihon bo'ldi. O'sha imtihon jarayonida o'tkazilgan testda 90% yuqori natijalar ko'rsatgan. Ya'ni deyarli hamma fanlar bo'yicha 90% ziyod. Ya'ni deyarli juda ham ko'pchiligi 5 bilan imtihonlardan o'tyapti. O'sha guruh, aynan o'sha guruh haqida. IELTS guruhi. IELTS guruhi. Ya'ni IELTS guruhi yoki milliy shunchaki men endi shartli ravishda IELTS ingliz tilchilarda. Ingliz tilini o'sha sertifikati bor bo'lgan, o'sha belgilangan talab darajasida bilayotgan guruhni aytamiz. Nimaga? Chunki ularda mana shunday bilim olish bo'yicha qattiq ular ishlashgan va bugungi kunda ham aynan o'sha qo'yilgan talabga ular mana bu masalan biz mana bu narsani talabni bajarmasang baholamaymiz, bilim ola olmaysan, ya'ni yiqilasan deb qo'rqitamiz va o'sha ular talabni bajaryapti. Xuddi shunday butun mamlakatdagi yoshlar, butun mamlakatimizning aholisi qo'yib borilayotgan o'sha islohotlarni o'sha
qanaqangi qiyinchilik bo'lishidan qat'iy nazar shunga hamohang ravishda talablarni bajarilayotgan bo'lsa, biz o'sha modernizatsiyani talablari bajarilayotgan bo'ladida. Ya'ni modernizatsiya amalga oshadi, oshayotgan bo'ladi. Endi Jo'rajon bir minut gapingizni olaman. Masalan qarangda, o'sha IELTS gruppaga dars bergan domla ham tupoy bo'lsa bo'ldi, haydab chiqaradi. Mana siz albatta siz og'ayni mana rasmiy odamsiz, ko'p guvoh bo'lgansiz, dekan ma'unisizda endi biz fakultetda. O'zingizga ham necha marta shikoyat qilib kelgan domlalar, talabalar bo'lgan va domlalarni almashtirishga to'g'ri kelgan. To'g'ri tushuntirgansiz. Buni yashiradigan joyi yo'q. Biz hammani domlalarni ayblash boshqa, bizda ham aybimiz bor, hammamiz aybimiz bor. Lekin talaba shu darajada kuchayganki, o'sha ingliz tilini yaxshi bo'lgan, xorijiy adabiyotda o'qiydi, yuristlarda tim bo'lgan xorijiy kazusi bor kitoblarni o'qiydi, xorijiy sud jarayonlarini ko'radi, xalqaro, o'shalarni ko'radi, olib keladi. Domlasi endi bilmaydimi ingliz tilini, masalan, zo'r yurist bo'lsa ham ingliz tilini bilmaydimi yoki zo'r faylasuf bo'lsa ham ingliz tilini bilmaydimi? U birinchi manbani, Russell manbasini olib kelyapti yoki deylik, Bekonning kitobini ko'tarib kelyapti. Domla manba deyapti. Domla ruschadagi Kant haqidagi, Bekon haqida kitobda o'qigan xolosda, masalan. Shunday. Majbur domla ham agar o'shani bor, o'sha o'qigan narsani o'qib kelmasa, bo'ldi, talaba uni kapekaga olmaydi, kirmaydi. Va hozirgi talabalar birinchi navbatda nima deydi? Kontraktini to'layapman, menga qo'ygan o'qituvchingiz qarang deydi. Xuddi magazinga kirganda, aka pulimga sotib olyapman-ku, masalan, nimaga chirigan beryapsiz deysiz-ku, masalan. Xuddi shunday aytayapti-da, chirigan anaqani bermay, menga olmani bermay, menga pulimga yarasha men deyapti. Shu palon ming to'layapman, otam Rossiyadan ishlab jo'natyapti deyapti. Va bunda haq u. Shunday. Agar o'sha ular qo'yayotgan talablar, ya'ni o'sha 5 yil avval yoki 6 yil avval qo'yilgan talablar bo'yicha biz, ya'ni o'sha davlatimiz o'sha taraqqiyotning yangi bosqichida ta'limni o'zgartirish bo'yicha yoki o'sha ta'lim mohiyatini o'zgartirish bo'yicha aynan o'sha najot ta'limda deb qo'yilayotgan talab bo'yicha dastlabki chiqib kelgan talabalarni deb olib qo'yishimiz mumkin. Birinchi qaldirg'ochlar. Aynan o'sha talab qilishni boshlayapti. Endi o'sha chaqiriqlarga javoban professor o'qituvchimi yoki umuman boshqa o'sha davlat xizmatlarini aytamizmi yoki yana boshqa sohalarmi o'shanga yarasha moslashmaydigan bo'lsa, demak ular albatta mehnat bozoridan demak nima bo'ladi? Yo'q, mana boyagi gapda quvib ketayotgan mashinadan tushirishga iloji yo'q. Tushib qoladi, boshqa variant yo'q. Chunki yuk bo'laveradi-da, ular yuk bo'laveradi. Va masalan bu yerda yana bitta nimani olib qo'yishimiz kerak. Agarda o'shalar agar yeta olmaydigan bo'lsa, demak bularni masalan yuzing ko'zing deyish mumkin, boshqa deyish mumkin. Mana bu o'sha ketayotgan paytdagi oldindagi kishi mana bularni ham tortish kerak bo'ladi va natijada bular yetib olishning o'rniga oldindagilar ham hattoki bularni o'sha o'zlashtirmayotganlik hisobiga bular ham sekinlashib qolishi mumkin-da. Ya boya mani tog'dan yetaklab chiqdingiz-ku, o'zingiz zo'rg'a chiqyapsiz. Men ham qo'shilib chiqqan, mana Akmal bilan Abror yugurib chiqib ketyapti. Bular yengil, o'zi siz og'ir, men sizga ikkinchi yuk bo'lyapman. Bular 10 minutda chiqqan joyga biz yarim soatda chiqamiz. Mana oddiy analogiyada, to'g'rimi? Endi yana o'sha yoshlarning bilim va ko'nikmalarini rivojlantirish bo'yicha olib qaraydigan bo'lsak, bu yerda savodxonlik masalasini oshirish uchun mutolaa masalasini ham qarashimiz kerak. Ya'ni ko'pincha reytinglar ketadi. Dunyoning o'sha top 10 talik yoki top 20 talik o'sha eng ko'p kitob o'quvchilar nimasiga davlatlarga qarayotgan bo'lsak, odatda o'sha rivojlangan davlatlarni chiqib kelishini ko'rishimiz mumkin. Endi to'g'ri, albatta bahonalar qilinadi. Masalan, ulardagi o'sha kitob nima tarqatish yoki kitob ishlab chiqarish, kitob sanoati, targ'iboti zo'r deyiladi. Zo'r yoki o'sha ularda kitoblar ko'p, kutubxonalar o'sha shakllangan 24 soat ishlaydi degan nima sabablarni ko'rsatiladi. Alisher Navoiy kutubxona ham bir ishlamoqchi bo'ldi, lekin ishlaganim tirroq bo'ldi. Yo'q, endi qarang, kitob mayli kitobni o'zida ham emas, masalan bugungi kunda kitobni o'sha elektron variantlari ham chiqqan. Endi bu yerda yana bitta boyaga nima ismdan chiqdi aytaman deganda. Ko'pincha bugungi kunda hattoki eng chekka hududlarimizda internet deganda faqatgina Telegramni yoki Facebookni qaysidir ijtimoiy tarmoqlarni tushunayotgan qatlami ham bor-da. Instagram deng jo'ra. Instagramni tushunayotganlar bor-da. Chunki nima uchun Instagram yoki mana TikTokni tushunishadi? Chunki eng ana bu qizg'in voqea hodisalarni birdaniga olib chiqishadi guruhlarga yoki o'sha tarqab ommada shu shov-shuvlarga sabab bo'ladi-da. Lekin aslida masalan o'zi kerakli bo'lgan ma'lumotlarni masalan qaysidir brauzerlar emas, aynan Google Chrome yoki boshqasini emas, qaysidir brauzer orqali kirib o'sha topishingiz mumkinligi bo'yicha nima deydi, ularning ko'nikmasi shakllanmagan bo'ladi.
boy aytdik-ku, o'sha iPhone Pro Max bir nima hamma messenjeri bir nimalari bor, lekin oddiy davlat xizmatini raqamlashtirish orqali korrupsiyani bartaraf qilish degan mavzuda maqola topa olmaydi-da. Ha, o'sha nima uchun mana shu narsa shakllangan? Sababi bu yerda bitta narsa ko'nikma. Kundalik hayotda agar o'sha bilan ishlayotgan bo'lsa, uning ko'nikmasi rivojlanib boraveradi va unga o'rgatish masalasini ham qarashimiz kerak. Ya'ni biz yoshlarimizni savodxonlik darajasini oshirishimizda, ularning o'sha bilim darajasini oshirishda baribir ustozlarning ham Kameraga teskari qo'ymaymizmi? ustozlarning ham nima xizmatini aytib o'tish kerak. Ya'ni o'rgata olish, o'rgatish, chaqirib, mana shunday qilinadi, buning metodi mana shunday bo'ladi yoki mana bu muammoga yechim topish uchun mana bu mexanizmdan foydalanish kerak degan nimalarni javoblarni berishimiz kerakda. Yoshlarimizda aynan shunday ko'nikmalar shakllanib borilishi kerak. Jo'rajon, mana boya maktab masalasini gaplashdik-ku. Masalan, Imrat standartida umrida bir marta maqola yozgan bo'lsa, bitta konferensiyaga yoki bitta jurnalga, masalan, filolog o'qituvchi talabalik paytida boradi, insho yozdirishda bolasiga o'rgatadi. Ya'ni insho yozishda почти Imratni o'rgatadi. Ya'ni 3 ta qismga ajratish mumkin, kirish qismi qanday bo'ladi, dolzarbligi qanday asoslaniladi, yoki deylik muhokama esse bo'lsa, qarama-qarshi fikrlar qanday yoziladi, yoki opinion esse bo'lsa, qanaqa fikrlar asoslaniladi, argumentlar qanday keltiriladi, o'shani o'rgatadi. Agar shu yozish ko'nikmasi bo'lsa-da, bo'lmasa insho xuddi o'sha o'tgan kunlarda o'qiysan, o'shani chiroyli qilib qayta tasvirlab berish badiiy so'zlar bilan, uning degan variantdagi insho bo'laveradi. Aslida insho dissertatsiya yozishni o'rgatadigan narsa-da o'zi, nasamin deydi. Ya'ni qarang, o'sha o'zi shu paytgacha ishlab chiqilgan rejalar bor. Masalan, modellarni deb olib qaraylik. O'sha modellar bo'yicha sizga o'shalarni aytib qo'yishgan. Faqatgina siz o'shandan foydalangan holatda muammoni to'g'ri qo'ya bilib o'shanga yechimlarni yozishingiz kerak va masalan mana hozir o'sha Imrat standartini olib qaraylik. Albatta maqolani oxirida xulosa va takliflar qismi bor-da. O'sha xulosa va takliflar qismida demak siz nima xulosaga kelyapsiz, o'shani bera olishingiz kerak va qanaqa taklif beryapsiz. O'sha taklifni ham berib ketishingiz kerak. Bu nimani beradi? Masalan, xo'p, bu yil bo'lmasligi mumkin, keyingi yil bo'lmasligi mumkin, lekin 4 yil yoki 5 yildan keyin albatta fundamental sohalar bo'yicha tadqiqotlar olib borayotgan yoshlar albatta o'sha ko'nikmalarni shakllangandan keyin o'sha o'zlarining xulosalarini berib boshlaydi. Endi bu yerda masalan revolyutsiya qilib tashlaydigan darajadagi, ya'ni fandagi juda ham katta o'zgarishlarni qilayotgan balkim xulosalar, ko'nikmalar shakllanmasligi mumkin, lekin albatta bir kun o'sha revolyutsiya bo'ladi. O'sha nimani revolyutsion darajadagi sakrash bo'ladi-da. Albatta. Ya'ni o'sha ekologik muammomi, o'sha ekologik muammoni juda katta yechimini qilayotgan xulosalarga olib kelinadi. O'zimizda ham gaplashgandik-ku, tadqiqotlarimizda mana o'sha universitetimizdagi biologiya, ximiya sohasida yoki fizika sohasida juda katta mutaxassislar bor. Chet ellarda faoliyat olib boryapti yoki millionlab dollarlik grantlarni yutishgan. O'shalar bo'yicha tadqiqotlarni olib boryapti. Qarasangiz uning tagida ham nima yotibdi? Ular o'sha juda katta tadqiqot qiladigan darajagacha yetib borishgan. Faqatgina o'sha eng oxirgi nuqtaga kelib qolgan paytda, demak, zamonaviy unga yo laboratoriya kerak bo'lgan yoki o'sha o'zini bilim va ko'nikmalarini amaliyotga joriy qilish bilan bog'liq bo'lgan boshqa bir yetishmayotgan joylari bo'lgan. Ana o'shaning uchun demak, ular endi xorijda o'zlarining faoliyatini olib boryapti. Endi o'zimizda ham o'sha nimani ko'rib boryapmiz, e'tibor berayotgan bo'lsangiz, o'sha sertifikat olingan o'qituvchilar ham bugungi kunda bundan 5 yil avval masalan aytardikki, sertifikat bo'layotgan bo'lsa nima qiladi? Shu maktabda ishlab, chet elga ketib borishi mumkin, til biladi-ku deb aytardik. Lekin mana bugungi kunda ko'ryapmizki, maktablarda ham o'sha IELTS sertifikatini olib, o'sha IELTS masalan 7-8 sertifikatlarni olib turib ishlayapti. Nimaga? Chunki maktabda davlat tomonidan unga o'sha mehnat bozoridagi eng yuqori maosh taklif qilinyapti-da. Shunday. Xuddi mana shunday bo'lgandan keyin ertaga mana 2-3 yil o'tgandan keyin ma'lum bir tadqiqotchilarga o'sha davlat tomonidan berilgan e'tibor natijasida xuddi o'shanchalik moddiy rag'batlantirishlar bo'lishi mumkin yoki kuni kecha masalan internetda o'qidim. Bundan buyog'iga o'sha tabiiy fanlar bo'yicha, aniq fanlar bo'yicha xalqaro olimpiada g'oliblariga deyarli 1 milliard mukofot berilishi prezident nimasi bilan, qarori bilan yanglishmasam nima qilyapti, mustahkamlab qo'yilyapti. Bu narsa nimani bildiradi? Endi
Ana qaysi standart bo'yicha pastga tushib ketdik? Nimasi bo'yicha? Matematikadanmi eng yomon oldik-ku? Matematikada yangi. Yo'q, ana nima standarti bo'yicha olimpiada 80 PISA bo'yicha pastga tushib ketdik-ku. Masalan, PISAda rezultatimiz juda past bo'ldi. Endi 1 milliardni eshitgandan keyin odamlar PISAni ham oladi. O'zbek oladi, xo'p-deng? 1 milliardni bersa. Endi qarang, yana bitta narsa bor. Mana bugungi kunda haligacha shakllanib qolgan nimalarimiz bor-da, ya'ni aholi orasida o'sha kitobni o'qitish yoki yosh paytdan hozir bitta anaqani aytmoqchi edim, shu PISAni orqasidan yakunlash uchun. Eslang, birinchi 30-10 qaror bor-ku, ya'ni PhDga 30%, Doctor of Science ga 60% nadbavka qo'shib berish. O'sha narsani eslang. Boshida biz ikkalamiz yosh edik, endi himoya qilgandik. Boshlaganimizda ko'pchilik hatto bilmasdi o'shani. Shunday. Atrofimizda ko'pchilik bilmasdi. Hozir o'shani deb hamma o'quv qo'llanma yozyapti, hamma monografiya qilyapti, hamma mobil ilova qilib patent olyapti, hamma imkon qadar skopus qilyapti. Shuni natijasida e'tibor qiling, ana nashr rejasi degan muammo o'z-o'zidan hal bo'ldi. Masalan, ya'ni talabalarni biz ana tushunarli tilda gapiraylik, odam tilida gapiraylik. Ya'ni talabalarni o'quv adabiyoti bilan ta'minlash muammosi hal bo'lyapti. Shunday. Ya'ni o'shanga 15 ball beradi, 15% ustama beradi, nima qilyapti? O'tirib ishlayapti pul uchun hamda, pul berganlik uchun. Bu ham o'sha quvib yetuvchi modernizatsiya nimasi ta'limni. Endi kelajakda o'sha oliy ta'lim muassasalarida o'sha ma'lum bir grantlar e'lon qilinadiki, o'sha grantlarni bajarish hisobiga, o'sha belgilangan ma'lum bir talablarni bajarish hisobiga professor o'qituvchilarning o'sha ustamalar olishi, mana shunday qo'llab borilishi o'sha oliy ta'lim bo'ladimi yoki umuman boshqa ta'lim sohalarida bo'ladimi, juda ko'plab muammolar xuddi shu yo'nalishda hal qilinishiga sabab bo'ladi-da. Faqat uning uchun shunday nima bo'ladiki, masalan, o'sha PISA standarti bo'yicha mahalliy o'quv qo'llanmalarini tayyorlash yoki mahalliy o'sha o'zbek tilidagi masalan testlarni tayyorlash bilan bog'liq bo'lgan grantlar e'lon qilinadi. O'shalar talabiga javob berish uchun demak o'qituvchilar ham o'zlarini moslab boradi. Yoki o'sha o'quvchilarimiz ham kelajakda mana shunday materiallar ko'paygandan keyin o'shalarga javob berish uchun o'zlarini tayyorlab boradi-da. Shu bilan demak ularning bilim darajasi, savodxonligi, ko'nikmalari oshib borilaveradi. To'g'ri, Tunis, biz o'ta ideal narsalar haqida gapirishamiz. Lekin agar qadam boraversa, aslida shu biz bitirgan bola ham borib Garvardda bemalol o'qiydigan bo'ladi-da, integratsiya bo'ladi-da. Mana quvib yetiladi. Endi Tunis ko'pdan beri siz ham nima qilyapsiz? O'sha mutolaa masalasini ko'tarmoqchi edim men ham. Ta'lim va xabardorlik darajasini oshirish uchun mutolaaning ham o'rni ko'p. Shunday. Lekin mutolaa masalasida ham bizda stereotiplar bor. Mutolaa deganda mana hozir gap chiqqanki, kitobxondan ko'ra kitobxo'rlar ko'paydi deb, ya'ni tanqid qilishyapti, mashina berib o'qityapmiz, boshqa iloji yo'q, bo'lmasa o'qimayapti. Ya'ni bu ham mashina berib, pul berib bo'lsa ham kitob o'qishga kirita olsak, odamlar tabiiy kitob o'qib ketar degan umid bilan qilinyapti-da. Endi yana bitta masalani gaplashaylik. Masalan, o'sha mutolaa masalasida ko'pchilik nimagadir mutolaa deganda badiiy adabiyotni tushunadi. Masalan deylik, mana bunaqa bo'lishi mumkinmi? Siz masalan mutolaa deganda nima tushunasiz? Hozir zamonaviy dunyoda mutolaa deganda. Qarang, umuman mutolaa deyilganda biz o'qishni tushunishimiz kerak-da. Ya'ni u kitob bo'lishi mumkin, ya'ni badiiy adabiyot bo'lishi mumkin, bu ilmiy adabiyot bo'lishi mumkin, bu dissertatsiya bo'lishi mumkin, maqola bo'lishi mumkin, gazeta bo'lishi mumkin yoki internetdagi o'sha davriy nashrlardagi maqolalar, kundalik xabar bo'lishi ham kundalik xabar bo'lishi mumkin. Umuman o'sha o'qish darajasi, o'shani biz tushunishimiz kerak. Endi faqatgina bu yerda bitta narsa bo'ladi. Mutolaa deyilganda biz badiiy adabiyotlarni o'qitishda emas, men boya ham aytdik, ko'nikma. Agarda yoshlarda yosh paytdan boshlab aynan ilmiy ma'lumotlar bilan, ilmiy adabiyotlar bilan ularning ko'nikmalari shakllantirib olayotgan bo'lsa, ularning dunyoqarashi ham, ularning tafakkuri ham xuddi o'sha yo'nalish bo'yicha rivojlanib boradi-da. Masalan, tasavvur qiling, birinchi sinfdan boshlab biz ularga shunday narsalarni beryapmiz. Ko'pincha aytiladi, o'sha hozirgi kunda yosh o'sha maktabdagi bolalarni o'sha darsliklari qiyin, tushunish qiyin deb. O'sha voqealardan keyin men bir kuzatib ko'rdim. Haqiqatdan ham birinchi sinfdan boshlab darsliklar qiyin. Lekin buni qiyin deb emas, balki aynan o'sha darajaga yoshlarimizni moslashtirib olish haqida bugungi kunda bosh qotirishimiz kerak-da. Ya'ni bolani shunaqangi biz
tinimsiz shug'ullantirishimiz kerakki, ota ham, ona ham yoki yana qo'shimcha resurslarni jalb qilgan holatda shug'ullantirishga shu talabga moslashtirib olishimiz kerakki, o'sha yosh paytdan ana shu marafon yugurish deydi-ku, yosh paytdan bola o'sha xuddi marafonga yugurishday ko'p mutolaa qilishi va o'sha o'qish hisobiga qo'yilayotgan talabga yetib borish kerak. Ana o'shanda qo'yilayotgan maqsadga erishish mumkin bo'ladi. Endi Tunis meni ham munosabatim birinchidan hozir shunaqa gap bor, hech kim kitob o'qimay qo'ydi, hech kim mutolaa qilmay qo'ydi deydi. Aslida men o'ylayman, hozirgi kunda insoniyat tarixini eng ko'p kitob o'qilgan bosqichidan ko'ra ham odamlar ko'proq narsa o'qiyapti-da. Shunday. Lekin ko'proq anaqa asosan chiqindini o'qiyapti. Musirda o'qiyapti-da, axlatda o'qiyapti. Nimaga? Masalan, deylik, har kun ertalab turamiz. Ertalab turganda bitta Telegramni ochasiz, Facebookda ochasiz, falonchani tug'ilgan kuni, ishxonaga falon jadval tayyorlab beringlar, bugun majlis yoki falonchi aka sizni tabriklaymiz, falonchi diplom olibdi, masalan, falonchani to'yi ekan, yoki janoza bo'lib qolibdi, joylari jannatdan bo'lsin, yoki deylik boshqa kunuzda deylik dunyo xabarlari, qalampirozda dunyo xabarlari yoki deylik bu yoqda xullas kimdir yaxshi ko'rganiga yozgan o'qiymiz. Masalan, oldin bitta yosh katta ustozlarimiz aytadi, biz metroda ham kitob o'qib ketardik deydi. Nima uchun kitob o'qigan? Metroda zerikmaslik uchun kitob o'qigan. Ular ham nima deydi? Ilmga chanqoq bo'lgani uchun emas, vaqt o'tkazishning yo'li shu bo'lgan. Biz hozir metroda ham Facebook, hatto metroda ham internet bor, hech bo'lmasa offlayn bir narsasini olib o'qib ketamiz, to'g'rimi? Hozir ham metroda ham kitob o'qiydigan bolalar bor. Masalan, meni Akmal shogirdim, mana hozir men berib turib, Akmal kitob o'qiydi, bilaman metroda. Yoki o'zim kitob o'qiyman. Endi yana bitta tomoni bor. Ikkinchi masala, siz boya juda to'g'ri aytdingiz, mutolaa degani faqatgina qog'oz kitob o'qish yoki badiiy kitob o'qish emas. Jurnal ham o'qish mumkin, gazeta o'qish mumkin, ilmiy maqola o'qish mumkin. Hattoki, masalan, deylik, inson huquqlari bo'yicha, inson huquqlari tashkilotini yoki korrupsiya bo'yicha reytingni e'lon qilgan agentlikning reytingi, отчети, dokladi, hisobotini. U ham ma'lumot, chunki kimlardir ishiga kerak bo'lishi mumkin. Uni ham o'qish kerak. Yoki deylik, oddiy audio eshitishingiz mumkin, podkast eshitishingiz ham, hattoki podkast eshitishingiz ham, masalan, deylik, nima? Tasavvur qilaylik, siz deylik, Wallersteinni tizimli tahlil nazariyasini o'qidingiz, tushunmayapsiz. Podkast qilgan 3-4 ta odam sizga tushuntirib beryapti ommaviy tilda. U ham bitta mutolaa. O'shandan keyin qayta o'qib tushunasiz. Masalan, men o'zimga necha marta yozdi odamlar. Aka, men masalan, telbani sizda nima yozgan keyin qaytadan o'qib tushundim dedi. Men o'zim maqtash uchun aytmayman, Dostoyevskiyning telbasini. O'zimiz ham xuddi shunday bo'lganmiz. Qachon podkast yozish boshladim? Men ham podkast ko'rib yoshligimizda o'sha telbani, jinoyat va jazoni va hokazoni, masalan, yoki deylik Amerika fojiasini yoki deylik ilohiy komediyan yoki Alisher Navoiyni Lisonni Tayrini o'qiganmiz, yoddan bilamiz, lekin tushunmaganmiz. Tahliliy materiallarni o'qib odam tushunadi-da. Ya'ni hozirgi kunda meni fikrim bo'yicha mutolaa uchun o'zimni tavsiyalarimni aytmoqchiman. Birinchi navbatda mutolaani maqsadli qilish kerak. Ya'ni sizga nima kerak, o'shani o'qing. Masalan, sizga internetdan ko'ngil ochish uchun mutolaa qilmoqchimiz, rostdan ko'ngil ochish uchun mutolaa qiling. Ilm olish uchun mutolaa qilmoqchimiz yoki dissertatsiyangizga ma'lumot qidirmoqchimisiz yoki deylik, bugun ishxonangizga bitta hisobot tayyorlamoqchimisiz, o'shani o'qing. Maqsadli o'qimasangiz, axborot shunaqa ko'pki, chalkashib qolasiz, rostdan musor ichiga tushib qolasiz. Ikkinchi, meni nimam, vaqt belgilash kerak. Masalan, deylik, hozir iloji yo'q. Hammamiz ham o'sha musor axborotda ham, ishxonani xabarini ham, tug'ilgan kunni ham, kimnidir mashina olgan, to'y olgan, diplom olgan, g'olib bo'lganini ham tabriklashga majburmiz. Chunki ijtimoiy munosabatlar shuni ustiga qurilgan. O'shanga vaqt ajratish kerak. Misol uchun kunida yarim soat, ertalab yarim soat, kechqurun musor o'qiyman. Masalanda endi qo'pol bo'lsa ham deb ajratib qo'yish kerak. Uchinchi tavsiyam fact checking qilish kerak. Hozir ma'lumot ko'p, ayniqsa yosh kattalarda men misol uchun ko'p kuzataman, juda ko'p tortishadi. Men deydi palon narsani o'qidim, masalan deylik, uzum mayizni har kuni ertalab yesang, 10 tadan yesang sahringga davo bo'lar. O'sha material to'g'ri noto'g'riligini tekshirib ham o'tirish yo'qda tursin, u o'qishga arzimaydigan materialda. Chunki mayiz o'zi diabetning eng katta dushmani, masalanda. Bunda o'ylab qarasangiz, ya'ni hech bo'lmaganda bu istalgan ma'lumotni manbasini tekshirib o'qimasa, shunchaki yolg'onga, shunchaki obunachi orttirish uchun qilingan hype'ga
vaqtingizni sarflaysiz, umringizni sarflaysiz. Chunki mana ko'p bo'ladi. Bir narsa chiqadi, keyin orqasida yo bu noto'g'ri ekan degan gap chiqadi, to'g'rimi? Shunday. Nimaga? Chunki odamlar odam to'plash uchun ham atrofiga auditoriyasini keng obunachi orttirish uchun ham fake tarqatadi. Yoki deylik shunchaki o'sha odam yozayotgan odamning o'zi ham professional bo'lmasdan xato ma'lumotni ham yozishi mumkin. Ya'ni shu internetdan o'qiyotgan ma'lumotingizni manbasini tekshirib o'qishni ham men tavsiya qilgan bo'lardim. Yana o'sha bitta nimani aytib o'tish kerak. Siz bilan ko'plab gaplashganda esingizda bo'lsa, siz har bitta faktni olayotgan paytingizda, demak, miyangizda doimiy ravishda miyangiz hajmi kattalashib boradi-da. O'sha nima deylik, o'sha fayllar ko'payyapti. Bilasiz, odam yosh paytdan boshlab o'sha miya doimiy uning hajmi kattalashishda bo'ladi. Kattalashib o'sib boradi, chunki u faktlarni olaveradi, ma'lumotlarni olaveradi-da. Miyasi uni rivojlanib boryapti. Aynan o'shanaqa rivojlanayotgan paytda agarda u fundamental o'sha kitoblarni o'qishi yoki o'sha o'zini sohasi uchun kerakli bo'lgan ma'lumotlarni qanchalik ko'p olayotgan bo'lsa, u uxlagan paytda ham u o'sha hatto shunchaki tabiat qo'yniga masalan bugun tabiatda bahra olayotgan paytda ham uni miyasi faqat o'sha ma'lumotlarni tahlil qiladi. Mana bizga aylanyapti o'zgalamizda. Xuddi o'shaning natijasida unda demak juda katta kashfiyotlar uni miyasida shakllanishi mumkin-da. Agarda o'sha mutolaa yosh paytdan boshlab noto'g'ri yo'lga qo'yilgan bo'lsa, ya'ni betartib bo'lsa, masalan, uni uyda 1000 ta kitob bor. O'sha 1000 ta kitobda masalan 100 tasi badiiy adabiyot, 100 tasi masalan nimaga qanaqadir tadqiqotga aloqador. Agar yoshimiz o'shani o'qib ketaveradigan bo'lsa, to'g'ri, uni miyasi kattalashaveradi, lekin uni biz masalan maqsad qilib qo'yayotgan juda katta kashfiyotchini yoki o'sha boya aytganimizdek Renessans davridagidek xomusiy olimni shakllantirishimiz uchun u yetarli bo'lmay qolishi mumkin. Yo'q, mana o'zimizni mutolaamiz shunaqa betartib bo'lganda, ya'ni to'g'ri tartibga solib beradigan odam bo'lmagan. Endi masalan bugungi kunda biz demak ilmiy tadqiqot olib borayotganimizdan keyin o'sha narsaga demak hozir moslashganmiz. Ya'ni o'zingiz sohangizga taalluqli bo'lgan asosan adabiyotlarni o'qiysiz yoki qaysi bitta muammo bilan yuzlashgan bo'lsak, o'sha muammoni yechim bilan bog'liq bo'lgan adabiyotlar bilan qiziqasiz. Maqsadli bo'ladi. Va shuning hisobigagina qaysidir tadqiqotlar bilan o'shalarning yechimi bilan bog'liq bo'lgan o'sha xulosalarga kelamiz yoki o'shalar bo'yicha tavsiyalar uchun sizda demak fikr shakllanadi. O'sha bo'yicha demak o'zingiz keyin g'oyalaringizni berishingiz mumkin. O'sha asosda o'z yechimlaringizni taklif qilishingiz mumkin. Masalan, deylik, to'g'ri aytasiz, mani doktorlik tadqiqotim mavzusi manipulyatsiya bilan mantiqiy hiylalar orqali manipulyatsiya qilish masalasida. Manipulyatsiya bo'yicha yuzlab, millionlab kitob bor-da. Uni agar men umrimni sarflasam o'qib tugatib bo'lmaydi. Ya'ni predmetini chizib olib, maqsadli o'qimasam tadqiqotim amalga oshmaydi. Men o'qish bilangina umrimni o'tkazaman. Yana bitta umr bersa, keyin uni yozishim mumkin bo'ladi. Endi qarang, yana bitta narsani aytmoqchiman. Xabardorlik darajasini oshirish, mutolaani oshirish va ta'limni yaxshilashda sivilizatsiyalar gullagan paytida qo'llanilgan, tarixan sinalgan bitta mexanizm bor. Bu tarjima mexanizmi. Ya'ni misol uchun Yevropadan va Sharqdan misol keltiraman. 9-12 asrda nimaga bum bo'ldi, portlash bo'ldi? Nimaga renessans bo'ldi? Nimaga o'sha musulmonlar hozir ko'p gapiramiz-ku, biz mana hayit kuni o'tiramiz. Musulmonlar orqada qolib ketdik, aslida unaqa edik, bunaqa edik deb ota-bobomizda boshqani gapiramiz. Nimaga zo'r bo'ldi? Chunki juda ko'p asarlar Yevropa tillaridan arab tillariga tarjima qilindi. Shunday. Suriyalik xristianlar ko'p bu ishni qildi. Keyin o'zimizda alkindiylar, ko'pchilik nimalar, misol uchun mana oddiy bitta narsa aytaylik. Katta ilmiy maktablar bor-da, faqat tarjima qilish bilan shug'ullanish. Masalan, nafaqat tarjima, sharhlar ham. Masalan, deylik, mashhur rivoyat borki, Forobiy Ibn Sino bozorda yurganda bitta o'sha kitob purish, unga shu Aristotel metafizikasini beradi-da. 100 marta o'qiganman, tushunmayman, 40 marta o'qiganman, tushunmayman deydi. Aka olib ketayin, bitta kambag'alga berib ketsa, mayli deydi. Endi kitob purish bilan o'rtoq bo'ladi. Shu mayli bitta kambag'alga bitta kitob yana oladi, olib borib uyga o'qisa, bir o'tirishda o'qiydi, Farobiyning sharhi bo'ladi. Shunda keyin Aristotelni tushunadi-da, Farobiyning sharhini o'qib. Keyin chiqib katmonidagi barsetkasida bor tillosini sadaqa qilib bergan, ehson qilib berganda, shu kitobni tushungan evaziga. Mana qarang, Aristotel kitobini tarjimasidan tashqari sharhi ham bor. Tushunyapsizmi? Kommentariyasi bor. O'shandan keyin Ibn Sino tushunyapti. O'shandan keyin Ibn Sinoning ta'limoti yaralinyapti. Shunday. Ibn Sino falsafasi, hali meditsinasi yo'lda tursin, falsafasini mana shundan boshlanyapti. Mana xuddi o'shanda yana bitta misol aytaman.
Yevropa uyg'onish davrida Florensiyada Kazimo Medici degan o'sha davlat boshlig'i bo'ladi. O'sha odam Marsilio Ficinoga aytadi, "Men o'limim yaqin, istaganingcha pul beraman, Platonning asarlarini tarjima qil, shuni o'qib bo'lay" deydi. Tinimsiz o'sha Platon va hokazolarning asarlari, ularga yozilgan mana Ibn Rushdning sharhlari tinimsiz ravishda Yevropada uyg'onish davrida tarjima qilinadi. Ha, demak, tarjima qilinadi. Tarjima qilinganda ommaviy tarzda odamlar tanishib boshlaydi. Faqatgina ingliz tilini biladigan, masalan, hozir biz ham nimaga deylik, fanimiz orqada. Ingliz tilini biladigan sanoqli olimlarimiz bor. O'shalargina biladi va o'shalargina u kitobdan tushunganlarini gapirib bera oladi. Shunday. Biz u bilan tortishishga, boshqa qilishga kuchimiz yetmaydi. Nimaga? Chunki originalni o'qimaganmiz. Endi yana bitta misol aytaman. Meni ko'pchilik rusparastlikda ayblamasa, iltimos, Pyotr islohotlari davrida Pyotrda hatto antikrist, dajjol deyshadi. Nima uchun? Olimlarni juda ko'p qiynab tarjima qildirgan. Qanday qilib? Ya'ni qayta-qayta tarjima qildirgan. Tarjima qildirgan, kitoblar podvallarda suv bosib ketgan bo'lsa, odamlarga pul berib, urib, kelibsa majburlab, yana qaytadan kitob tarjima qildirgan. Yana qaytadan hozir mana qarang, 1000 u bu degan bilan Rossiya jahonda o'zini so'ziga ega bo'lgan davlat bo'lib turibdi. Yoki rus tilidagi kitoblar ko'p. Yoki deylik, mana hozirgi turk faniga qarasangiz ham, Turkiyani ham qarasangiz, zamonaviy kitobda ham oldingi kitoblarning hammasi turk tilida mavjud. Yangi kitob chiqdimi, 3 ta 4 ta versiyasi chiqadi. Shunday. Rus tilida ham, turk tilida ham. Masalan, o'zimizga yaqinroq bilganroq tillarni aytaman, boshqa tillarda ham bo'lishi mumkin. Tarjimasi chiqadi, darhol omma o'qiydi, uni nafaqat tarjimasi chiqadi, audiosigacha chiqadi. Audio kitobigacha chiqadi. Mana hozir misol uchun bizda mana 1000 kitob loyihasi bo'ldi. Bu 1000 kitob loyihasidan 1000 ta bo'lishi kerak. Shunday. 1000 kitob loyihasidan davlat bitta masalan qilib beryapti, baraka topsin, yana ham ko'paysin, hali unaqa loyihalar, uni nafaqat bitta davlat o'sha jadidlar ham orzu qilganki, boylarimiz shunaqa ta'limga pul bersin deb. Boylarning o'zi, masalan endi tadbirkorlar deylik, hozirgi kundagi tadbirkorlar, puli bor odamlar o'zi ham mana shunaqa 1000 kitobga o'xshagan tarjima uchun ijtimoiy loyihalarni qilish kerak. Keyin qolaversa, mana bu Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligining o'zi ham shunaqa tarjima asarlarga nafaqat badiiy asar, ilmiy asar, o'quv adabiyoti bo'lishi mumkin yoki oddiy maqola bo'lsa ham, bitta maqola ham hal qiluvchi-da fanda. Tadqiqotlar, hisobotlarning tarjimasiga bo'lsa ham kerak bo'lsa pul ajratilishi kerak. Chunki baribir masalan talaba ingliz tilini bilgan bilan o'qituvchi ingliz tilini bilmasa o'sha nima bilan tanish bo'lmaydi. Talaba ham shu o'qituvchi bergan inglizcha adabiyotda o'qiydi. O'zbek tilida o'sha tarjimalar bo'lganda edi, biz ham domlalar ham o'qigan bo'lardi. O'sha e'tibor qaratish kerak bo'lgan tomoni, siz bilan bir gaplashgan edik. To'g'ri aytyapsiz hozir, o'sha ma'lum bir o'sha magnatlarimiz, o'sha masalan tadbirkorlar aynan maktab yoshdagi o'quvchilar uchun tarjima qilinayotgan adabiyotlar bo'ladimi yoki umuman oliy ta'limdagi ma'lum bir adabiyotlar bo'ladimi? Masalan, to'g'ri, davlat tomonidan hozir mana juda katta loyiha amalga oshirilyapti, lekin bu xalqimizni nimasini ham qarashimiz kerak-da. Deyarli 40 millionlik aholi bo'lyapmiz-da. Deyarli 40 million. Endi 40 millionlik aholi bo'lgandan keyin masalan 1000 kitob deyamiz, xo'p, o'sha 1000 ta kitob tarjima qilingandan keyin mayli 1000 tadan tiraj bo'lganda ham masalan kam bo'lmaydi, to'g'ri, lekin 40 millionga agar deyarli 40 millionga bo'linayotgan bo'lsa, bu kam sondan bo'ladi-da. Shuning uchun bu yerda o'sha ommaviy ravishda o'sha bitta kitobning o'sha 10 talab variantini yoki bitta kitobning 10 talab tarjimalarini juda katta tirajlarda ko'paytirilib turib, shu qo'lma-qo'l bo'linishi, o'sha masalan maktab agar qaraydigan bo'lsak, maktabda izda bo'lsa bir reja qilgan edik. Xudo xolisa shu ma'lum bir nimaga chiqqanimizdan keyin o'sha nima qilib podkastlar qilinadi va maktablarga o'sha eng yangi tarjima qilingan o'zbekcha adabiyotlardan borib masalan 100 tasini sovg'a qilish. Endi nimaga? Chunki maktab yoshidagi o'quvchilarda siz bilan bizga qaraganda o'qish uchun ularda imkoniyat ko'proq-da. Faqatgina ularning sohasiga mos bo'lgan kitoblarni olib borib, ularning yoshiga mos bo'lgan kitoblarni ularga beriladigan bo'lsa va ulardagi kitob agar tasavvur qiling, maktab kutubxonasiga kirdingiz, maktab kutubxonasida masalan 10 mingta kitob bor. 10 mingta.
10 mingta kitob bor va hammasi aynan shu o'quvchilarning rivojlanishiga qaratilgan yoki ilmiy tadqiqot yo'nalishlari bilan bog'liq bo'lgan kitoblar bo'layotgan bo'lsa, o'sha bittasi bo'lmasligi mumkin, 10tasi bo'lmasligi mumkin, lekin qaysidir baribir masalan bu yilda bo'lmayotgan bo'lsa, boshqa yildagisi orasida shunga qiziqadigan vakillari chiqadi-da. Bitta chiqsin. Bitta chiqsin mayli. Bitta chiqqanda ham juda katta o'zgarishlarni amalga oshirish mumkin-da. Masalan, Tunis yana bitta narsani hech kimni oqlamoqchi emasman. Men o'sha kitobchilardan tanishim ham yo'q. To'g'risini aytmoqchiman. Kitob uchun hattoki zoyi ketgan pul ham zoyi ketmagan bo'ladi-da. Shunday. Ya'ni masalan tarjima sifatsiz chiqqan payti bo'ladi, muqova sifatsiz chiqadi. Kimdirlar pulni yeb ketadi, o'zlashtirib ketadi. Uni mayli qonunan uni jazosi bo'lish kerak, lekin mana shuncha narsa qilib berdik, bar hech narsa o'zgarmadi deb berib pul berish to'xtatmaslik kerak. Kitobga qayta-qayta pul berish kerak, qayta-qayta moliyalashtirish kerak, qayta-qayta tarjima qilish kerak. Mana o'sha aytdim-ku, oldingi islohotchilarni ham aytdim, Kazima Medichini aytdim, 9-12 asrda ko'rdik yoki deylik o'sha Ma'mun akademiyasini chunki yoki o'sha Pyotrda qilgan ishini aytdik. Unaqalardan juda ko'p topish mumkin. Qidirsa, endi biz hozir tog'da shunchaki tayyorgarlisiz suhbatda kallamizga kelganini aytamiz. Kitobga sarflangan pul bugun natijasini bermasa, ertaga natijasini beradi. Bitta maqola yozganda sizga aytgan edim. Xurshid, 2022-yilda Amerikada ro'yxatdan o'tgan patentlar soni 1.500.000 bo'lgan ekan. 2023-yildagi o'sha 2022-yilda esa yanglishmasam 1.400.000 bo'lgan Xitoyda. 2023-yilda esa Xitoyda yanglishmasam 1.600.000 patent ro'yxatdan o'tgan. AQShda esa 1.500.000 atrofidagi patent ro'yxatdan olingan. Ya'ni bu bilan nima demoqchiman? Qarang, Xitoyda ma'lum paytda o'sha ilm fanni qo'llab-quvvatlashga berilgan e'tibor va ilm fanning o'sha nima ko'tarilishi, unga resurslarning ajratilishi bugungi kunda o'zining natijalarini berib boshlayapti-da. Ya'ni ommaviy tarzda ta'limni yaxshilangan-da. Ommaviy tarzda. Ya'ni deyarli hammani bir tekisda bilim olish uchun sharoitning yaratilganligi. Yana bitta narsa, o'sha bir aytgandim, yanglishmasam sizga, Stiv Jobsni kitobida shunaqa joyi bor edi. Ya'ni o'sha iPhone zavodini o'sha Xitoyda ular ishlayotgan edi. O'shalarni Xitoyga demak qaytarish. Savol bergan, shuni qaytarsa bo'lmaydi demadi. Javob berilgandiki, yo'q, biz u zavodlarni olib kela olmaymiz, sababi AQShda 700.000 dan ziyod injener texnologlar yo'q. Xitoyda esa bor. Shuning uchun bizning zavodlarimizda esa injener texnologlar kerak. O'shaning uchun biz zavodlarni olib kelishimiz umuman imkoniyati yo'q degan javob berilgan edi. Mana najot ta'limda. Najot ta'limda o'shanisida qarang. O'sha 90-yillarda 90-yillar uning 90 balkim 2000-yillar boshida bo'lgan bo'lishi mumkin. Xitoyda ma'lum bir paytda berilgan e'tibor o'sha 700.000 dan, endi bu faqatgina iPhone zavodlari. Demak, millionlab injenerlarning, texnologlarning demak shakllanishiga sabab bo'lgan. Va ular o'sha dunyodagi eng demak zamonaviy texnologiyalar bilan ishlash bo'yicha ko'nikmalari shakllanyapti va ular bugungi kunda o'sha dunyoda eng qo'pol qilib aytganda Amerikani qaram qilyapti-da. Amerikadan demak o'tishga harakat qilinyapti. Yo'q, Amerika majbur bo'lyapti shu yerda zavodini ushlab turishga-da, injener ishlatishga bo'lyapti. Aynan qarang. Endi balkim ularda o'sha shunday ma'lum bir lozunglar yoki shiorlar bo'lmagan bo'lishi mumkin, balkim bo'lgandir ham, lekin o'sha ommaviy aynan ilm olishni rivojlantirilganligi, butun xalq ommasining bilimini rivojlantirish uchun berilgan e'tibor o'sha mana 20 yil 30 yil o'tgandan keyin o'zining juda katta natijasini beryapti-da. Mana o'sha oddiygina birgina fakt 1.600.000 dan ziyod demak patent ro'yxatdan olinyapti. Bu dunyodagi hech qaysi mamlakatda kuzatilmayotgan faktni aytib ko'ryapmiz-da. Endi Tunis masalan, o'ylaylik, masalan, modernizatsiyaning eng katta boshlovchilaridan bittasi ma'rifatparvarlardir, Yevropa ma'rifatparvarlari. Ular ham ta'limni qo'ydi. Xo'p, to'g'rimi? Shunday. Yaponlar sharq modernizatsiyasini shu quvib yetishni boshlab bergan odamlar. Ular ham ta'lim bilan najotga erishdi. Singapur, Malayziya, bular ham ta'lim bilan najotga erishdi. Va Hindiston ham, mana Hindiston ham shunday. Filmlarda ham ko'rganmiz-ku, to'g'rimi? Ta'lim bilan najotga erishyapti. Ya'niki
ta'lim bilan najotga erishish degan shunchaki 5-6 ta Beruniy, Ibn Sino, Einstein, Newton tayyorlash degan emas. Ommaviy darajada ta'lim darajasining yaxshi bo'lishi, ommaviy savodxonlikning yaxshi bo'lishi, ommaviy zamonaviy ko'nikmalardan ommaviy tarzda foydalana olish, ya'ni jahon foydalanayotgan ko'nikmalardan ommaviy tarzda foydalana olish, bu o'sha shu darajada ta'lim yaxshilansa sifati, u najotkor ta'limga aylanadi. To'g'rimi? Shunday. Endi buni shunday qabul qilishimiz kerak-da. Har qanday o'sha aholi, fuqarolarimiz, ota-onalar qanaqa bo'lishidan qat'iy nazar o'sha demak farzandlarning mutolaasini ko'paytirilishi kerak va umuman uning savodxonligini oshirish uchun bor imkoniyatlarni ishga solinishi kerak. Mana bitta ota-onani o'zi ham kitobxon bo'lishi kerak, nima o'qitishni bilish kerak. Albatta. Ota-onani o'zi ham unga demak saralab bera olishi kerak. Mana ko'pincha aytiladi, filmlar ko'rishga yoki televizor ko'rishga yoki qanaqa o'sha telefon o'ynash uchun, telefon tomosha qilish uchun o'sha vaqt ketayotganini aytadi. O'sha vaqt masalasi. Vaqt haqiqatdan juda katta vaqt ketadi. Televizor uchun ketadi yoki o'sha telefon tomosha qilinishi uchun vaqt ketadi. Lekin o'sha aynan vaqt mutolaa uchun ajratilayotgan bo'lsa, bu narsa o'zining natijasini berishi ehtimoli juda ham yuqori bo'ladi. Buni qanday biz nima qilishimiz kerak? Mana AQShda bitta kinosi bor. Nima yurak operatsiyasini qilish bilan tanilgan o'sha qora tanli, ya'ni nima rangli deb bugungi kunda aytishadi. Yanglishmasam, ularning jamiyatida onasi farrosh bo'lib ishlaydi va bitta professorning uyiga demak tozalash uchun boradi. Men sizni yangi o'sha farroshizman, uyingizni tozalash uchun keldim deydi va kelganda kutubxonani qaraydi. Kutubxonada professorning uyi demak juda katta kutubxona, 3 qavatli kutubxona bo'ladi va savol beradi o'sha farrosh professorga. Kitoblarning hammasini o'qiganmisiz deydi. Va professor javob beradi. Deyarli hammasini o'qiganman deydi. O'shandan keyin u boradida, ikkita o'g'li bo'ladi. O'sha ikkala o'g'liga ham bundan buyog'iga televizorda ko'rmaysan deydi. O'sha ma'lum bir vaqt belgilaydi va o'sha jamoat kutubxonasini aytadi, chunki o'sha kambag'al oilani vakili edi. Jamoat kutubxonasiga borib, o'sha AQShni o'sha tomoni ham tan olib aytish kerak. Jamoat kutubxonalari ham ularda juda yaxshi rivojlangan. Borib kitob o'qishni boshlaydi. Demak, ular har kuni boradi, bitta kitobni oladi, o'qiydi, maktabga boradi va o'shandan keyin o'sha kinoda demak tasvirlab beryapti, bolalarni ta'lim darajasi oshib boradi. Ular maktablardagi o'sha konkurslarning hammasida g'olib bo'ladi, hamma esselar bo'yicha ular g'olib bo'ladi. Uning bilim olishi ham yaxshilanib boraveradi. Demak, maktabni tugatayotgan paytda eng yuqori natija bilan maktabni tamomlaydi. Va shundan meditsina sohasiga kiradi. Meditsina sohasiga kirgandan keyin ham demak yosh paytdan u juda ko'p kitob o'qigan, uni IQ darajasi yuqorilab ketdi-ku. Shuni hisobiga demak u o'sha dunyoda juda ham kam sonli operatsiya, yurak operatsiyasi bilan bog'liq bo'lgan mutaxassisga aylanyapti. Bitta o'g'li injener bo'lyapti, ya'ni o'sha qurilish sohasidagi injener, bitta o'g'li esa demak shifokor, kardiolog bo'lyapti. Aynan bu nimada bo'lgan, demak tarixda bo'lgan voqea hisoblanadi. O'sha bo'yicha film suratga olingan. Ya'ni shunda ham ko'rsatmoqchi bo'lganki, demak aynan mutolaaning natijasida, aynan o'sha bolalarni yosh paytdan boshlab faqatgina kitob o'qish uchun yo'naltirish kelajakda juda katta o'z natijasi berishi mumkin. Masalan, qo'pol aytishimiz mumkin, bugungi kunda ota-ona farzandini ta'limiga, mutolaasiga e'tibor qaratmadi. To'g'ri, u masalan nima deydi, sportchi bo'ldi yoki yaxshi mehnatkash farzand bo'ldi, u mehnat qilyapti, masalan nima deydi, yaxshi pul topyapti. Yaxshi pul topyapti-da, keyin otasiga masalan bugungi kunda o'sha xalqimizda juda nima bor, ota-onalarga farzandi avtomobil olib berayotgan bo'lsa, o'sha narsa uchun xursand bo'lishadi. Lekin yana bitta tomoni borki, agarda chin dildan harakat qilib yaxshi niyat bilan farzandining mutolaasiga e'tibor qaratsa yoki umuman uning ta'limiga e'tibor qaratsa, ertaga u ota-onasiga milliardlab dollarlik sharoitlarni, milliardlab dollarlik nimalarni berishi mumkin-da, imkoniyatlarni qilib berishi mumkin. Har kun umraga borib keladigan vertolyot olib beradi. Vertolyot olib berishi mumkin. Umraga chipta olib bermaydi yoki bitta nima deydi, BYD olib bermaydi. Har kun umraga qatnaydigan vertolyot olib berishi mumkin. Mana bitta misol, ana Sundar Pichai haqida ko'pincha orzularimiz ham kichkinada shu. Sundar Pichai haqida aytiladi. Demak, ota-onasi otasi o'zini 1 yillik maoshiga teng bo'lgan mablag'ni sarflab unga Amerikaga ketish uchun demak bilet olib beradi. U ketadi. Demak,
ota-onasi uni farzandining ta'limi uchun e'tibor qaratishgan va Amerikaga borib ma'lum bir darajaga erishgandan keyin ota-onasi bilan gaplashish uchun nechidir million dollar xarajat qilib telefon liniyasini o'zining demak qishlog'igacha torttirib borganligi haqida ma'lumot ketadi. Qarang, gap ma'lum bir avtomobil haqida ketmayapti-da. O'sha Hindistonning chekka hududiga bitta demak liniyani ota-onasi bilan gaplashish uchun o'sha telefon tarmog'ini torttirib borish haqida ketyapti. Ya'ni shuncha odam telefonda gaplashtirishadi, qo'pol qilib. U yo'l-yo'lakka nechta odamni telefoni ulandi unda? Ma'lum bitta kommunikatsiya shakllanadi. Masalan, agar infrastruktura shakllanadi. O'sha joyga juda katta mablag' kiritilishi hisobiga, masalan, tasavvur qiling, xuddi masalan o'zimizda ham bitta shunday juda katta nimaga salohiyatga ega bo'lgan mana kashfiyotchining yetishib chiqishi yoki juda katta shu dunyo bo'yicha tanilgan shifokorning yetishib chiqishi bu dunyoni qutqarishi mumkin. Pandemiyadan keyin ko'rdingizki, o'sha ma'lum bir vaksinalar kam sonli davlatlar tomonidan yaratildi. Xuddi mana shunaqangi holatda bu mamlakatimiz, hattoki mamlakat uchun ham juda katta investitsiyaga sabab bo'ladigan nimalarimizni, yoshlarimizni yetib chiqishga sabab bo'lishi mumkin. Endi to'g'risini aytganda oxirgi gap, yaxshi filmlardan ko'p misol keltirdingiz. Men o'ylayman, bizda ham hozir mana content makerlarimiz, rejissyorlarimiz, filmlar olayotganlar menimcha sal vaqti kelib qoldi. Bizda ham mana shunaqa keyin yolg'ondan bo'lsa ham yoshlarga ibrat bo'ladigan, shunchaki ota-onani hajga olib borish nasib qilsin, kelining urdi degan film emas, yoki qaynota bilan bir nima bo'ldi, qaynona kelin degan emas, yoki paloncha meni haqimni yeb ketdi degan emas. Aynan kitob o'qib odam bo'lib ketgan, kitob o'qib qishlog'ini qutqargan, kitob o'qib oilasini kambag'allikdan chiqargan, kitob o'qib bir nima kashf qilgan, kitob o'qib kambag'allikdan chiqib ketgan odamlar haqida vaynlar, filmlar, shunaqa narsalar olishni vaqti keldi. To'g'ri, podkastlar bo'lyapti. Iqtidorli bolalar bilan YouTube'ga erishgan, xorijda o'qib kelgan yoki kashfiyotlar qilgan olim deylik, yurtimiz, millatimiz vakillari bilan, oydinlari bilan podkastlar ko'p bo'lyapti, lekin filmning ta'siri, vaynning ta'siri boshqada baribir. Yosh bola baribir hammasi ham o'sha misol uchun Behzod Hoshimov bilan bo'lgan podkast tushuna olmasligi mumkin-da. Shunday. To'g'risida, yoki Amerikada yana himoya qilishdi-ku, misol uchun o'sha akalar bilan bo'lgan suhbatlarni tushunmasligi mumkin. Bolalar bob shunaqa filmlar, vaynlar, multfilmlar va hokazolarni, ya'ni ta'lim najotda ekanligini, najot ta'limda ekanligini, najot mutolaada ekanligini aks ettiruvchi kontentlarni ko'paytirish vaqti keldi deb o'ylaymiz. Bizniki ham shunchaki tog'dagi suhbat, buni jiddiy qabul qilmaysizlar, to'g'rimi? Ha, albatta e'tirozlar bo'layotgan bo'lsa, albatta eshitamiz. E'tirozlar bo'lsa, nimaga yozib qoldiringlar, sharhlarda. Shunchaki suhbat, balkim bu borada siz ham fikringiz bo'lishi mumkin. Agar fikrlaringiz bo'lsa, agar izohlarda qoldirsangiz va hattoki bizni boricha podkastga chiqib gaplashmoqchi bo'lsangiz, mana Tunis vaqtini topamiz. Men katta odam, Tunis, большой человек, оттуда deydi-ku. Shu vaqtini topamiz va o'tirib kerak bo'lsa suhbatlashamiz. Ikkalamiz birga o'tirib, mana kimdir biz bilan shu mavzuda suhbatlashmoqchi bo'lsa, fikrlarini aytmoqchi bo'lsa, bizni tanqid qilmoqchi bo'lsa ham masala yo'q. Biz qo'limizdan kelgancha tortishamiz, bo'lmasa deymiz. Xullas, fikrlarga ochiqmiz. Bu ommabop, hamma uchun hamma muhokama qiladigan mavzu. Shunchaki shu boradagi bizni fikrlarimizni tog'da yo'l-yo'lakay gapirib, toqqa borguncha mashinada gaplashib kelgan gaplarimizni keling bir zaps qilib qo'yaylik dedik. Agar yaxshi chiqsa bir eshitib ko'ramiz, yaxshi chiqqan bo'lsa efirga chiqarmoqchimiz. E'tiboringiz uchun rahmat. Siz ham bir xayr ma'zur qilib. Xo'p, juda ham to'g'ri aytib o'tdingiz. Haqiqatan ham mana bu yerda kimdir agar e'tirozi bo'layotgan bo'lsa yoki kimdir takliflari bo'layotgan bo'lsa, shu vaqtini albatta qaraymiz. Bu yerda o'sha mana yigitlarimiz ham, mana Akmalni ham xizmati bor. Uni ham vaqtini topishimiz kerak bo'ladi. Chunki bular ham juda ham katta odamlar bo'lib ketgan. Оттуда, большой человек. Chunki aynan yana o'shaga ketyapti-da. Akmal kelib ko'rinib. Aynan bu nimaga olish bilan bog'liq. Ya'ni videoga olish, uni montaj qilish va o'sha ovozlarini sozlash bilan bog'liq holatda uni nimaga, demak, setga qo'yish uchun, demak, uning ko'nikmasi hozirgi kunda anchagan yuqorida. Bizdan yaxshi. Gaplashdik-ku. Ya'ni ko'nikmasi yuqoriroq, bizdan ko'ra ko'nikmasi yuqori. Shuning uchun yana agar shu soha bo'yicha demak takliflar bo'layotgan bo'lsa, buni yana davom ettiradi albatta. Tabiatni qo'ynida olindi, albatta buning uchun hammaga rahmat aytamiz. Abror, kel sanamni ko'rinib qo'y. Kel, sun'iy intellektchi Abrorimiz ham shu yerda.
uyalyaptilar. A few moments later. Xurshid suhbatimiz yakunlanayotgan paytda kichkina tabi filmidagi bitta epizod borku, xuddi o'shanga o'xshab bir holat kuzatildi. O'sha mana shogird Abror men ham gapiray, mana shu narsani gapirib ketish kerak deb bir fikrini bildirishga nimasini bildirdi, xohishini bildirdi. O'shaning uchun yana davom ettiramiz. Ba'zi bir jihatlari bor. Opa men ham gapiray deydi. Gapir, opa dema, faqat aka deb uyat bo'ladi. Mana taqil qilish aytanda. Ya'ni marhamat Abror, sana. Xullas ayni shu paytida men ham bir fikr bildirgim keldi, chunki men ham kichkina odam emasman, bilasiz aka. Sun'iy intellektchisan, podkastlaring chiqqan. Ilmiy darajam bor. Ilmiy darajam bor, eng muhimi. Doktor bo'ldim. Xullas gap shundaki, bizda mana ilmiylik, ilmiy dunyoqarash va tadqiqot, mutolaa ilmi haqida gap ketdi-da. Najot ta'limda deb. Najot ta'limda degan umumiy masala ketyapti. Gap shundaki, ta'lim darajasi endi rivojlanmayapti desak xato bo'ladi, rivojlanyapti albatta, lekin o'sha jahon darajasiga chiqish uchun xuddi o'sha rivojlangan mamlakatlar sari kabi ta'lim jarayoni bizda ham axloq darajasiga kirish kerak-da. Norma demoqchisan-da. Norma darajasiga. Axloq deganda endi aynan odob, axloq, yuksak ma'naviyat haqida gap ketmayapti. Yurish turish emas. Axloq bu o'sha jamiyat u narsaga normal qaraydigan, jamiyat u narsani o'sha yuqori deb biladigan, jamiyat haqiqatdan ham shu narsa kerak deb o'ylagan darajaga chiqish kerak-da. Weberda ayting-ku. Masalan, Max Weber o'zining protestantlik axloqi va kapitalizm ruhida protestantlik madaniyati axloq sifatida shakllandi va o'sha aynan dinda jamiyat axloqi bilan sintezlashtirish kerak edi o'sha paytida. Xohlaymizmi yo'qmi, bizda jamiyatimizda axloqida bugungi kunda bir narsalarga yalpi qarash, total qarash juda ko'p-da. Ba'zida ilmiylik degan so'zlarga hattoki tabu o'rnatilgan. Bilasizmi? Masalan, maktablarda bo'ladi, ilmiylik bilan shug'ullanadigan yoshlar bu narsalarga qiziqsa, nima botanik deydi yoshlarda. Yoki ana ochki taqqan nima sifatida qaraladi-da, mana katta ochki taqqan va bu anaqa professor yoki o'sha maktabdagi botanik yoki anaqa achkarik yoki ana Garri Potterga o'xshaydigan bir simvolni yaratishga harakat qiladi. Eng yomoni yana olimlarga nisbatan ezma, maydalanish deb fikr bildiriladi-da. Bu xohlaymizmi yo'qmi, jamiyatda o'rnatilgan stereotipda muammolar qachonki maydalanilsa, ezmalanilsa, qismlarga bo'linsagina yechiladi. Ya'ni analiz bo'ladi. Analiz bo'ladi-da, albatta. Endi xohlaymizmi yo'qmi, bu yuqorida aytganimizdek istalgan madaniyat ham, tasavvur qiling, ommaviy madaniyat ham yoki bugungi kundagi gender munosabatlarini buzishda ham. Birinchi o'rinda jamiyatda shu to'g'risida filmlar olinadi, qisqa lavhalar olinadi, internetda nima targ'ib qilinadi. Masalan, xohlagan jinsiy munosabatlarni ham hozir normal darajaga kirgizish uchun jamiyatga uni u to'g'risida film ajratiladi, u to'g'risida nima deydi, konkurslar qilinadi, intervyu qilinadi, oddiy masalalarni tanqid qilinadi kerak bo'lsa, tanqid qilish orqali ham normaga aylantiradi. Mamlakatdagi o'sha barqaror axloqni qaytadan tanqid qilinadi-da va xohlaymizmi yo'qmi, norma darajaga nima qilishga, o'rnatishga harakat qilinadi. Xuddi shunday yana bitta narsa borki, jamiyatdagi afsuski bizda ko'pincha jamiyatdagi tabu narsalar normaga aylanib boryapti-da kundan kunga. Gapimiz nima xulosasida shuni aytamiz, biz xohlaymizmi yo'qmi, haqiqatan najot ta'limda, ta'lim jarayoni biza jamiyatni axloq darajasiga, norma darajasida, kundalik turmush darajasiga chiqish kerak. Har bir odam oxirgi maqsadi, xohlaymizmi yo'qmi, asosiy maqsadi ham qaysidir ma'noda ta'lim, bilim olish va o'sha nima deydi, jamiyatimizdagi yagona imperativ qaysidir ma'noda jamiyatdagi yuqori o'rin egallash yoki kimdandir oldinda bo'lish, kimdandir zo'r bo'lish, kimdandir bir mayda narsalarda asosiy hammani tenglashtiradigan narsa bilim. Masalan, pulni har qanday yo'lda topish mumkin. Firibgarlar ham pul topadi. Masalan, kuchni ham har qanday yo'lga topish mumkin. Lekin intellekt hammaga ham qo'lga kiritiladigan narsa emas. Intellekt o'sha haqiqatdan kuchli mehnat, talab va bitta gap borki, unda nima deydi? Mana Amerikada aytadiki, hammani kiyimi, mashinasi, uyi, ovqati bir xil. Intellekti bilan farqlanadi-da ular. To'g'rimi? Intellekt qanchalik yuksalib borgan sayi yoki boya biz aytib o'tgandek IQ daraja qanchalik yuqorilab borgan sayin undagi o'sha muammolarga qarash yoki aynan o'sha muammolarga yechim bo'yicha ko'nikmalarining rivojlanishi bilan
qaraladi. Men nima demoqchi edim? Masalan, odam soxta boy qilib ko'rsatishi mumkin. Ha. Soxta milliarder bo'lib ko'rsatishi mumkin, chiroyli qilib ko'rsatishi mumkin, kuchli qilib ko'rsatishi mumkin, lekin soxta aqlli ko'rsatish mumkin emas. Ha. Aqlli ko'rsatish uchun oxirida baribir intellekt kerak. Baribir. Intellektsiz odamni aqlli ko'rsatish mumkin emas. To'g'ri. Keyin mana yana bitta oddiy oxirgi misol bor, Abror. Sen aytyapsan-ki, masalan, norma. Hozir biznesmen bo'lish ham bir paytlar anormal holat bo'lganda, chayqovchilik deyilgan, mana olib sotarlik deyilgan. SR davrida SR davrida. Mana hozir shuni normaga aylantirdi. Ya'ni san axloq degani, ya'ni oddiy axloqiy normaga aylandi. Biznesmen bo'lishga intilish, to'g'rimi? Olib sotarlik ham masalanda. Xuddi shunday olim bo'lishga, o'qituvchi bo'lishga intilish ham normal axloqiy holatga aylanish kerak. Ya'ni u o'g'il bolalar, xatya bu o'g'il bolalar uyalmasdan men olim bo'laman yoki uyalmasdan men injener bo'laman, uyalmasdan men o'qituvchi bo'laman deya olish kerak-da. Albatta. Yana bitta narsaga e'tibor qaratish kerak-da. Oxirgi paytlarda o'sha biznesmenlar juda ko'p podkastlar olib boryapti. O'shanda ham aytayotgan bitta jihati bor. Har qanday biznes mukammal ilmga asoslangan bo'lishi kerak va juda kuchli bilim talab qiladi. Ayniqsa bugungi kunda o'sha mamlakatimizdagi biznesmenlar ham o'sha Xitoy ishlab chiqaruvchilari, Xitoy biznesmenlari bilan raqobatga tushish uchun kuchli bilimga ega bo'lish talab qilinadi. Ya'ni hattoki bugungi kundagi bilimni taraqqiyoti ham bu ko'plab juda katta mutolaaga va juda ham yaxshi ta'limga asoslansagina o'sha raqobatda yutib chiqish imkoniyati bor. Tunis urushsangiz ham men bitta gap aytaman, Jo'ra. Hozir biz Xitoy keldi, Xitoy bosib ketdi, Xitoydan qutulishimiz kerak deyapmiz-da. Uni qutulishda yagona yo'li bor. Yagona yo'li ta'limni yaxshilaymiz, Xitoydan zo'r narsalar ishlab chiqaramiz, Xitoydan zo'r kitoblar qilamiz. Iloji yo'q, Xitoy siqilib chiqib ketadi. Bo'lmasa, muhtoj bo'lib o'zimiz chaqirib kelaveramiz. Albatta. Boshqa variant yo'q. Shu ma'noda ham najot ta'limda. Salomat bo'linglar. Salomat bo'ling.